Naq maydondagi qadrli do'stlar, ekran oldidagi ko'znakdiki, alkuydiki, taq-taqdiki barliq turdashlar hammalarga Shamsiya Abaydulladan o'tliq salom. Sizlarni saqlatib qo'ydik. Aldı bilan ko'pchilikdan samimiylik bilan, tovanchilik bilan kechirim so'raymiz. Sizlar bilan mana hozir yuz ko'rishganligimizdan intayin xushalmiz. Ko'rayotganinglar bo'lsa, ko'znakda Әлкүйі тоғырғы тәвә барлық таратқуларда вә тақ-тақ бейвасы тарқыты сүпсіда бірлі вақытта нақ майдандың көрістіліп атқан миллиард күлкі сәхнесінің 5 айының 13 күнден башлап көзнекті қойылдығанлығыға мұнасуәтлік ұчырларға айт болған ақпарат елан қылыш пәлейті. Həmіңләні қыздың қаршалымыз. Xoşundaqda aldı bilan mana şu o'rindiqlarga taklif qildigan aziz mehmonlarimizni hurmat bilan bir sahnaga taklif qilib olgan bo'lsam, aldı bilan taklif qildiganimiz Xinjiang san'at şövyanining sobiq mudiri professor Emin Ahmadi muallim. Qarshi olamiz Emin aka. Hoş geldiniz aka. Hoş geldiniz. Emin kan bilan bir sahnada bo'lganligidan o'zimni bek faxrlik his qilyapman. Kelgan qadimingizga marhaba jinim aka, rahmat. Endi sahnamizga taklif qilganimiz bo'lsa, Xinjiang san'at yurti opera teatrining el so'ygan teatr artisti Xalmurakamni tunishtirishga to'g'ri kelganda o'zi meni artist deb tunishtirsanglar bo'ldi deydi. Biroq mening Xalmurakamga bo'lgan hurmatim, muhabbatim, qoyilligim bu sözlerden to'xtab qilishga ruxsat qilmaydi. Bizga uzun yillardan buyon kulki ato qilib kelayotgan o'zininki tabiiy o'rinlash san'ati bilan, uningdan boshqa esil asarlari bilan aktyorlik sohasidagi natijalari va o'zining naqsha aytish, musiqa o'rinlash qatorliq nurg'un alayliklar bilan bizni qoyil qilib kelayotgan eng muhimi bizning qalb to'rimizdan o'rnagan suyumli san'atkorimiz Xalmurat Umar apandim. Qarshi olamiz. Endi taklif qildiğimiz bo'lsa, mushu necha oydan buyon milliard kulki sahnesini nurg'unlagan do'stlarimiz bek yaxshi ko'rdi. Hatto menimi söyledi, bir kun kechikib qolsa, nimishqa chiqmaydi deb. Shunchalik yaxshi ko'rdi-da, chunki xalqimizga xushallik ato qildi, kulki ato qildi, el yaxshi ko'rdi. Mushu sahnaning, mushu programmaning ro'yobga chiqishida boshdan oxir ajr singdirgan Ro'zaxonga do'stlik, qarindoshlik, mehr muhabbatini, vafodorligini yetkazgan milliard kulki sahnasining rejissyori Sayfiddin Shamshiddin. Qarshi olamiz. Xo'sh, endi kimni taklif qilganimni hammalar faraz qilib bo'ldinglar, Aqchan. Meningcha chiqsinmi? Meningcha ekran oldidagi mushu telefon qarab o'tgan yoki uyda kompyuterda ko'rayotgan do'stlarimizmi aldiratdi Aqchan. Men shuna faraz qilmanchi, mush ekran so'zlayotgan vaqtimda yaxshiroq gap qilgan bo'lsam, cho'qim ekran oldidagi do'stlar men uchun olqish yangratdi debchi o'zimcha shunaqa his qilman. Hozir Ro'zaxonni taklif qilgan vaqtda men ekran oldidagi do'stlarim bek chavoq ketdi deb o'ylayapman. Davatdim kim taklif qilganimni. Hammamizga mushu o'zining tirishchanligi bilan, o'zining yangilik yaratish ro'yi bilan hammamizni kuldirgan, tahrirlantirgan. Shuning bilan bir vaqtda kulki chaqchaqqa nisbatan yangicha bir tuyg'u hosil qilishimizga sababchi bo'lgan milliard kulki sahnasi orqali mushu Uyg'ur tilidagi talk showni hammamizga mumkinchiligi borligini tunishtirgan va bizni tahrirlantirgan Ro'zaxon. Marhamat, Ro'zaxon Tudaxon.
Albatta, naq maydondagi bizning tomoshabin do'stlarimizni ko'rdinglar, tunish simalarni uchratdinglar, xursand bo'ldinglar deb o'ylaymiz. Endi oldi bilan bir samimiy o'tinishim bor naq maydondagilar va ekran oldidagi do'stlarimizdan. Men endi oramizdagi ko'p qism mehmonlarimiz bilan sandishiman. Qarindoshlik hissiyatımız bek cho'nqur. Shunlashqa to'g'ri tushunishinglarni tovanchilik bilan umid qilma. Suhbatimiz qancha tabiiy bo'lsa, shuncha yaxshi ko'rsizlar deb o'ylayman. Shunga so'z oraliqidagi o'zaro sanlashishni qarindoshlikning eng yorqin ifodasi deb tunishinglarni umid qilaman. Oldi bilan shu gapni bir davolay. Endi yana bir qitim deydiganimiz bo'lsa, hozir ko'rayotganinglar, yangidan kirgan to'rdoshlarimizga tunishtirdiganimiz ko'rayotganinglar ko'znakda Әл-күйі торығы тәвә барлық таратқыларда, шындақла так-так бейвасты тарқытыш сұпсыда бірлі вақытта нақ майдандан көрістіліп атқан миллиард күлкі сәхнесінің ақпарат елан қылыш палиді. Albatta, bizning ko'ngillik suhbatlarimiz davomlashadi. Oraliqda yana esil san'at numurlarimiz bor. Bugun ekran oldidagi to'rdoshlarimiz bilan, naq maydondagi do'stlarimiz bilan birlikda go'zal kechani o'tkazsakkan degan orzularimiz bor. Endi suhbatimizni boshlab ketaylik. Oldi bilan albatta mo'tivar bizning ustozimiz, faxrlik akamiz Imin akamdan savol so'rag'im bor. Hammamiz bilamiz, madaniyat orqali Şinjanni oziqlantirish ta'kidlanayotgan bugungi kunda aka. Bizning Şinjanda har xil tildagi shu to'r televiziya programmalari arqa-arqadan ro'yobga chiqyapti. Hammalar yaxshi ko'ryapti, ko'pchilik o'zininki baholarini beryapti. Endi Imin akamdan shunday savolni uchratsam so'rayman deb o'ylab qo'ygan savolim bor. Shu programmalarga siz qanday qarayapsiz aka? Siz qanday baho berasiz? Ta'sirotingiz qanday bo'lyapti? Ekran oldidagi barliq tomoshabinlar, qarindoshlar, hammanglarning mushu vaqti xayrli bo'lsin. Men milliard kulk sahnasining jamoat bilan yuz ko'rishdan burungi eng birinchi ko'rmani deb o'zimni shunday chaqlasam bo'ladi. Chunki birinchi qatim bizning Ro'zaxon inimizning kulki chaqchaqlari bizga elib kelgan intayin muhabbatlik paranglari men bilan dastlab daxil bo'ldi. Shu yerda sizlar o'ltirgan o'rinda o'ltirib, o'zim yolg'iz shu yerdagi ekranda 2 soatga yaqin ko'rib bo'ldim. Mendan qanday qaraysiz degan savolga men o'z vaqtida shunday javob bergan. Bizda endi naqshi bo'ladi, usul bo'ladi, musiqa bo'ladi, san'atning turlari nihoyat ko'p. Bizning drama bo'ladi, hatto haykaltarashlik, rassomlik, binokorlik hammasi bizning san'at sahimizningki eng sarxil janrlari. Buning ichida tuyuqsizlan burundan tortib paydo bo'lgan bo'lsa-mu, lekin jamoat bilan yuz ko'rishmagan kulki chaqchaqlar, yumorlar bizning sahnimizga, bizning qatorimizga rasmiy san'at tariqasida kirib keldi. Bu odamni so'yindiradigan bir ish. Chunki san'at umuman odamlarning özünün vücududan kaynap çıkan fikirlerini, özünün konuldaki arzu ermallarını, özünün başkalar bilen ortak bulmakçı boğan konuldaki hiyallarını bir ro'yab chiqarish, hammaylar bilan yuz ko'rishtirishda intayin muhim bo'lgan va intayin jonliq bo'lgan san'at turlarining biri. Men milliard kulk sahnasida shu vaqtning o'zida Ro'zaxonninki paranglari orqali ham jamiyatga bo'lgan so'yinishni, ham ba'zi bir illatlarga bo'lgan tanqidni, ba'zi bir yaramsiz ishlarga bo'lgan masxirasini, hayotga bo'lgan bir xil intilishni, o'zlik bir xil umid arzuni, bir xil ko'taranki ruh bilan yashaydigan fazilatni shu chaqchaq paranglardan his qilib intayin so'yindim. Özümün fikirlerimi şu vaqt oturup koydum. Men muşu xildiki san'at numurlarının bizning xalqimizga taximi zo'r bir ma'naviy ozuq yetkazib berishiga baya Şemsiye aytgandek madaniyat orqali Şinjanni oziqlantirishda o'zining tegishli töhfasini taqdim qilishiga tilakdoshlik bildiraman.
Rahmat. Emin Ahmedi akımız köpçülük xuddi manga o'xshash bak cho'ng ko'rsizlar deb o'ylayman. Endi Emin Ahmedi akımız biz cho'ng ko'radigan, hurmatlaydigan ustoz, peshqadam ziyoli, peshqadam rahbar bo'lish sifati bilan bizning qalb to'rimizdan o'rin olgan. Biz nurg'un vaqtlarda Emin Ahmedi ustoz bilan bevosita uchrashishni toza oson ish emas deb o'ylab qilishimiz mumkin. Lekin shu bir gapni degim bor, Emin Ahmedi akımız yoshlar o'ziga bilim kerak bo'lganda, yo'l ko'rsatishga ehtiyojli bo'lganda Emin Ahmedi akamizni izlab borsa, hech qachon rad qilgan emas. U yoshlardek qizg'inlik bilan yoshlarga har vaqt ilhom madad berib yo'l ko'rsatib kelyotdi-da. Emin Ahmedi akamdan shundoq so'rag'im bor. Sizdagi mush qizg'inlik nereden kelgandi deyman aka? Charchamaysiz, bizga charchagandek tuyg'u bermaydi. Asli charchishi mumkin. Biroq shunda qizg'inlik bilan kim bir narsa so'rasa yo'l ko'rsatishga aldiraydigan bek suyumlik akamiz bu. Bu naytı qattiq bir savol oldu. Naytı addilan bir cevap var bununla. Nişanı bulmagan adam, hayatlık nişanısı bulmagan adam ona qerib ketidi deydigan bir gap var. Çünkü nişan bazıda jiroq ufukka o'xshash mangan sir yetkil bo'lmaydigan bek jiroq joylar bo'ldi. Cho'qim ashad bir nişan bor deymiz. Yani biri endi şu denizde üzüp atqanda çokum bir qırğaq çıqalayman go. Çokum bu denizning qırıqı boluş kerakdi. O ufuk qarganda sal yaqinroq nişan boluş mümkün. Lekin u meni ters. Hayatlıkta yani şu günüsü yetmekçi bo'lgan nişan yoki şu ayda yoki şu yilda yetmekçi bo'lgan bir nişan bo'ldi. Yani bu nişan qandaqdir bir cho'ng ishlarni ro'yobga chiqarib emas. O'zining hayotini ko'ngillik, ma'noliq hiç bo'lmaganda boshqalar e'tirof qilgudek bir mazmunliq o'tkazish. Odamda cho'qim bir tatliq arzular, odamni so'yindiradigan nishonlar bo'lish kerak. Agar meni endi hozirgacha shundaroq yomon emas yashidi deyilsa, men haqiqatan o'zimninki hayotimda nishonim tugab ketganda nishon izlab yurdim. Qirg'oqlar ko'rinmagan chog'da qirg'oqlar bor deb uzib baqdim. Ufuk bek jiroqlab ketsin bir mengib baqay deb mengib baqdim. Xuddi bir she'rim bor. Men birla taqqa chiqish bilanmi bo'ldi qilmadim. Birla bog'ni aralash bilanmi bo'ldi qilmadim. Birla daryoda uzish bilanmi bo'ldi qilmadim. Hatto men birla go'rda yetish bilanmi qanoatlanmadim. Chunki hamma yerda mening yuragim bor bo'ldi. Shu yurakning soqishlarini izlab yashayapman degan bir she'rim bor. Onun üstüge bu şiirimin temisi mi? Dahi yarısının derdin diyen temisi var. Aşımı bir nişan buluş gerek değil mi de? O men men bolay. Meylim şu ekran aldı oltuğallar olsun. Hem meylemnin ki hayatta çokun nişanısı var. Nişanı boğan adam biri ruhluk yaşaydı. Yani biri nişanı boğan adam sağlam yaşaydı. Çünkü bütün gam endişelerini, özünün cismani cihati, kemtiklerini aş nişan arkalık yengip bardı. Adam aman nişanını boylap mangan iken aman kalbi kazınıdı. Onuçsuzluklar uçurusu mu yanı davamlık algı basıdı. Bu adamge şundak bir söyünüş, şundak bir muhabbet ata kıldı ki bu manevi kudretke başka hiç kandak kudret yetemedi. Men endi hazırgıça aman da şey etkanda men hazır 80'nin tamıgını yavatımen de endi. Bunu manın çıkırıp koymanlar haklar bilip kalmış söyleyeyim. Men endi bu 79'nu ne vaqt tüketkini. Muşunda yaşımdık asası nese? Hayatqı bo'lgan bir xil mehr muhabbet. Hayatqı bo'lgan söyünüş. Hazır biz köçürüp atkan turmuştun hayacanlanış. Etrafımdaki adamların kiçikine muvaffakiyet kazangan yerini körüp kula kalsam üzerinde hoşulap bitiş. Muşlarının hemmisi meni davamlı kaldı sağlam alga mağdırıp kilovatı. Ta muşyaga bugün kilişten burunmu benim kolumda kılıvatkan işlerimni işlerini üstüne koya muşyaga inip geldim. Hemen bazı talepler boyunca neşriyatlarının kitaplarını işlep birmen. Bazı talepler boyunca jurnallarının makallarını tercüme edip birmen. Bazı talepler boyunca stüdyoya kim geldi dediğin programlarının nakşikislerini xansuçuk tercüme edip birmen.
Yani bazı bir talepler boyunca bazı bir filmlerini de tekşirip birmen. Ondan takımı özüm söyünüp ketken vaxtıda kalemle kolum gelip şiir yazmam. Bu çağda adıkım takımı çıkıp bu şiirinin içine müküvagan arzular, bu şiirinin içine kirip ketken jirak ufuk, jirak kırgaklar, bu yer yetmekçi boğan intiliş. Yani şundak adamını bir vesvesigi saldı ki bu hayat devamlılık muyunda kitivergen bolsa, adamlarning hemmisi muşundak yaşavergen bolsa dep o'ylanıp qalıman. Muş gipimni anlığınlarga köp rahmet. Rahmat. Emin Ahmedi akımız bizge acayip kişi hayacanlanğıdak gaplarni berdi. Endi nişanni hayatda kambos bo'lmaydigan qimmatli boyliq deb qaradingiz. Endi Emin Ahmedi akamdan tushundikki, Emin Ahmedi akamiz nishonni hayotida muhim deb o'ylaydi ekan, ham yoshlarning o'z nishoniga yetishi uchun yordam qilishni o'zining nishonining ichiga kirgizib yotgan ekan. Shunglashqa hayatını acayip manalarga to'lgan hayat desek tamamen buldu. Şundaqo Emin Ahmedi akamiz unisiya mana baya o'zlab o'tdi. Mushu milliard kulki sahnasininki 5idan tartib mana hozirgacha ham buningdan keyingi qo'yildigan keyingi bilaklargacha Emin Ahmedi akamiz mushu ko'rish, tekshirish, bekitish xizmatini va texmi ko'p har millat do'stlarimizning ko'ralishi uchun, tushunalishi uchun davlat tiliga tarjima qilish ishlarida o'zininki ajrini bak so'ndirdi. Endi biz mushu chaqchaqlarni, mushu kulki xurishlarini Uyg'ur tilini tushuna oladigan har millat do'stlarning emas, mamlakatimizning har qaysi joylaridagi har millat do'stlarning tushunishini bak umid qilamiz. Bundaq bo'lgan ekan, biz albatta davlat tiliga iltijo qilamiz. Davlat tilidagi tarjimasini ostiga urib o'tgandan keyin bizning har millat do'stlarimiz ko'rdi, kuldi, maqsad har millat do'stlarni kuldirish. Shundaqku, Emin Ahmedi akamizga eng yaxshi olqishlarimiz bilan rahmatimizni bildiramiz. Rahmat aka. Rahmat. Birden yeni davamlıq muğlışımız bu. Qadirlik dostlar, ekran aldidagi to'rdoshlar ko'rayotganinglar bo'lsa, ko'znakda al kuyga tava barliq taratqularda va tak bevosita tarqitish supsida birli vaqtda naq maydondan bevosita ko'rsatilayotgan milliard kulki sahnasining axborot e'lon qilish faoliyati. Birdandan keyin esil san'at numurlari bor. Shuning bilan bir vaqtda ko'pchilikka beradigan sovg'alar bor. Mukofotliq chek tortish faoliyatlari bor. Ko'znakninki oylik a'zoligi, ko'znakninki yillik a'zoligi va ko'znakning 400 necha yuan qiymatidagi kino qutisi qatorliq sovg'atlar sizlarni kutib turdi. Shunglashqa telefonni, kompyuterni hargiz boshqa yerga qaratmay, o'zinglarning diqqat doiranglardan hargiz chiqarib etmay, bizga qarab turishni unutib qolmanglar, qadrdonlar. Unda bo'lsa, Zuhra Keram ko'r qoldimmi nima? Xush kelding, qarshi olamiz. Endi diqqatimizni Xalmurat akamga o'tkazadigan vaqt keldi deb o'ylayman. Endi Xalmurat akamga nisbatan menga o'xshash uningki pintozlari, sinsilar biz bek cho'ng ko'ramiz, bek yaxshi ko'ramiz. Endi Xalmurat akam odatda bek jiq ta'rifini qilib ketishimizni xohlamaydi-ku. Bek bir davlat tilida deydi odamimizga, faqat davransiz bir cho'lpan Xalmurat akam. Faqat davrani yo'q cho'lpan. Eng kamtar cho'lpan. Ondan keyin aldığı bağan adamni quruq qo'l qaytirmaydigan cho'lpan. Shunlash Xalmurat akamni bizilqi mayli cho'lpan süptidi bo'lsin yoki akam süptidi bo'lsin, men bek cho'ng ko'raman, bek hurmatlayman. Endi bu qitim shu Ro'zaxonninki mushu milliard kulki sahnasi hammalarga xushallik, kulki ato qilgan mushu kunlarda biz albatta Xalmurat akamning to'kpisini tilga olmay turolmaymiz. Ro'zaxon boshda dedi, sizlarga bir xush xabarni day, men Xalmurat akamni, Xamart akamni ustoz tutdim deb e'lon qildi. Xalmurat akamning ustoz bo'lganligi, uningki Ro'zaxonni qanchalik yetaklanganligini azroq diqqat qila olsaqlar, biz milliard kulki sahnasidan bilib olaymiz. Men Xalmurat akam pishiqlab beribdi degan tuyg'ularda bo'ldik naq maydondagilar. Shundoq qo'p. Endi Xalmurat akam o'zi uzun yillardan buyon bizni kuldirib kelayotgan bizningki suyimlik artistimiz, san'atkorimiz. Xalmurat akam G'uljida cho'ng bo'lgan. G'uljininki el xalq chaqchaqlarininki xurishlari nihoyat ustalik bilan o'zining asarlariga sindirib keldi yillardan buyon. Endi
İli xalq çaqçaqlarının hazırkı ravacı xalmıratqan qandaq qaraydigandu deb so'rug'inglar bayaqchan. Shundan bilan bir vaqtda yosh chaqchaqchilardan nimalarni kutadigandu, qandaq talablar bordu deb o'ylaydiganlar bo'lishi mumkin. Aka mush savolga boshda bir javob beraytamsan. Aldı bilen naq maydanda ko'rayotgan ekran oldidagi barliq tuqqanlarga, do'stlarga seg'inishli salom. Naq maydandagi fikrlarimizga seg'inishli salom. Bugungi suhbatimizda Fayzuga yaxshi bo'lib ketsin bugungi suhbatimiz. Deb tilayman deb ko'nglimda. Şemsiye bek muhim savoldan birini so'radim. O'zimmi mushu fursatni kutib turayotgandim. Mushu savolning javobini bir fursat kelsa, mushu gapni bir davosam bo'ladi. Yosh chaqchaqchilarga bir o'zimni bir chin ko'nglimdan bir talabim botdi-da. Bu naq shuningga to'g'ri keldi. Endi shaxsan tug'ilib cho'ngib olsak, chaqchaqdan iborat Muşundaq bir nərsinin balığını his qılğan vaxtımızda da mərhum ustazımız Hisam Kamni tonuğandıqda. Onun keyindən Loyun deydiğən Loyuncu payda oldu. Voy bu gap qısa. Yani qoyub bəsə, o ben qılğan gapni özün anlaydı ekansə degan gapni bir anlab, bu nədir baka desək, Yuqaqı magazində baka deb Cağıztayda Yuqaqı magazinға Loyunni köygünü bağan esimdən çıxmaydı kiçik vaxtımda. Basak aşağıda şu kesek loyun yeni çıkan vakti ki, başında vay qanday havalan yaxşımı dese, vay qanday havalan yaxşımı, parak gülüp ovoz qaytqan bir yenglik olgandan keyin bak kulib açtaq. Shuningdan keyin Hisam Kamlarniki deylar chiqqan, o'tirashning deylari chiqdi. Bu deylarda Hisam Kam, Ibrohim Kam, Sattar Kam qatorliq o'lchining mashhur chaqchaqchilarniki o'zaro chashim chaqchaq so'rinlarni deydan oldik. Muşu deyni alğan vaxtımızda mı Hisam Kam bir çaqçaq, keyindən İbrahim Kam cavabı. Hisam Kamның qızıq, İbrahim Kamның onundan qızıq. Onun keyindən Hisam Kam, onun keyindən yəni İbrahim Kam. Onun keyindən bu çaqçaq bir yerə bağandan keyin Sattar Kam aralışıdı, Sattar Kam orliqqa kirib ikkisi çaqçaq. Muşundaq, muşu gaplarni deyishimda endi mishadi bir adam çaqçaq qilganda, yəni bir adamning turib turadigan bir ishi batdi. Çaqçaqqa çaqçaq qaytaradigan. Masalan, Rozaxım bana bir çaqçaq qilgan bo'lsa, mushning chaqchig'ini men qilgan chaqchaqqa javob bermada men anglab turman. Men javob beramisam, Rozaxım 1-2 sekund turdi, andan javob beramagandan keyin yana birini urdi. Onun keyinda men kelib qilish mumkin. Men chaqchaq qilman, shuning bilan bu yerda chaqchaq ismdimi chiqib turibdi-ku, chaqchaq deb. Ikki odamdan keldigandek turdi, ismdan qaraganda-chi. İki adamdan keldigandek turdi. Şuna mushundaq chaqchaqlar davomlashib yaqinqi zamonlarga kelgan vaqtida bu chaqchaq o'zgarib qoldimi, Ro'zaxon? Bir chaq yo'qolib ketdi. Boshqa odamni gap qilgani qo'ymaydigan bir shakl paydo bo'lib qoldi. Buningda endi hatta Hisam Kamga shunday hujumlar bo'lib ketdi Nurg'iyalada. Hisam Kamni ey deb gap qilgani qo'ymaydi. Voy deshotda, voy andaqchi, voy mandaqchi deydigan bir chaqchaq shakl paydo bo'lib qoldi. Bu paydo bo'lganda men o'zimmi ko'nglimda bu o'ylig'inimmi balkim xato bo'lishi mumkin. Mushu o'rim degan guy buzdimiki. Mushu o'rim mushu nafsi avarchiligi bilan mushu boshqa odamni gap qilg'izmay o'rim mangli kelsin deb o'ylab o'shtaq chaqchaqni mushta buzib yetib boramizmi deb o'yladim. Balkim bu o'yg'unim xatodir. Lekin nahiyani qilsak chaqchaq bo'yicha mangmayotdi hozircha. Hamda hammasi emas. Az sondagi chaqchaqchilarniki biz to'g'rilab ko'ryapmiz. Nurg'un chaqchaqchilarning chaqchaqlarini ko'ryapmiz. Ammo mushu ro'zaxlarning o'tagan o'tirishlarini ko'ryapmiz. O'tirishlarning masachaydan chaqchaqlarda, ammo yo'l berish yo'q. Yo'q deyarlik. Amal bo'lsa birisi o'zi vaqa deb qarshi tarafning to'kini qochirib, deyolmaydigan ilhomni qochirib, deyolmaydigan holatga keltiradigan mendaq bir shaklga o'zgarib ketdi. Ustunlikni egallash arzusi. Şunlaşqa hozirgi zamon chaqchaqchilarga chin qalbimizdan tilaydiganimiz, umid qildiganimiz chaqchaq bitdi. Hisam Kamlardan qolgan shaklda davomlashgan bo'lsa, endi bu bir an'ana bir jutning bir an'anasi, bir jutning bir
alayligida hamda mush alaylikni hamda o'zimizning shaxsiy dukini qilib olmay, mushuni bir hurmat qilgan asosda davomlashtirib olmasak degan orzuim bor saqaman. Demek, eli xalq çaqçaqları bizni izchil kuldirib kelyapti. Biroq mushu sağlam taraqqiy qilishi, sağlam rivojlanishiga ko'ngil bildirganlar bek ko'p bo'lmasligi mumkin deb o'ylab qolaman. Xalmurod akamning hozir degan gapidan nimani his qildim deganda, hamma kasbning kasb axloqi bo'ladi. Hamma ishning chaqchaqning chaqchaq axloqi. Shundoq. Chaqchaq qoidasi bo'lish kerak-da. Endi bu chaqchaq bizga kulki ato qilib qolmay, bir aktiv kuch, aktiv energiya, yaxshilik, go'zallik, do'stlik, barobarlik, inoqlikni yetkazib beralsa, u chaqda odamning qalbi texmi illib, bir manfaatlangandek, o'zimizni bir bag'ansir boylikqa erishgandek menda to'yg'uda bo'limizda, shundaqmi? Boy degandek, ba'zi mushundaq chaqchaq so'rinlari kishiga kulay desiniz, ya'ni bir yerlaringizni tortishga otgan kulgin kelmaydi. Xijolatchilik. Masalan, bir chaqchaqlarni gapimiz tortib oldim saqam. Chaqchaqlarni qilgan vaqtida hamda külmey dese, yüz bek külküt bakanda, moş tomo diyen köp, külü atkan diken, közümüz uçuraşkan diken, ben amal yok, külümen de buna karşı. Şuna olan, moşta hop kıvat oyalkındak. Mesela hem de mağava, Tibetler'in, Şizan'ın ki, çakçakçılarını görüyoruz. Bulanım çakçak, okşaş, biz okşaş, çakçakçı, moşta bir çakçak, bir medeniyeti var ki. Bularni o'shida cho'rildirib o'tirib o'zining ichimliklarini qo'yib chaqchaq qildiki, ammo birisi deb bo'lganda paraq bir kulga qarshi tarafnikini anglaydi ekan. Hammasi u yoqqa qaraydi ekan. U birini paraq qilib mana qaraydi ekan. Bu chaqchaqda mana shunda chiroyli davomlashadi. Hammalarga fursat bo'lsa, hamma gullar bas-bas ichilib degandekmi? Halqa boshda masalan palanchi so'rinda palanchini ilvetdi chaqchaqda. Hisamkam, Ibrahimkam ilvetdi. Sattakam bugun Hisamkamni ilvetdi degan gaplar bo'ladi-ku. Ras ilvet etti. Bir çakçak kıldı, karşı taraf bir çakçak kıldı. Onu ondan kızgırak birini vurup etkendekin, kıyıqaz külük çıkkandekin, öyle ki boksüstümü iğrarak muştum birisi teyip verse, jıkılıp gitip kalmaz emez mi? Jıkılıp gitip orundan kopkıça, oğa arlıqtıkça, bir taqa külke hem de. Şunda keletti bu çakçakla, şunda okşaydı o. Hem de hazır qarap baksak hem de şu İslam kamlarının təlimini alған çoğun çakçakçı ballarda, mesela, ustazlarımızdan Şavkat Cumaş akamla şundaq tertip boyu çaqchaq qildi. Yeni mesela taşkamlar var. Çaqchaq taşkamlar. Muşlar tertip boyu çaqchaq. Ama yeni ballama Rozaqun Qatar'daki muş Rozaqullarla taqdim etdik. Nurg'un çaqchaqçı ballarda muşu şekil buzulib ketdi. Xapil deymende moyda qildi delenbeydi o velosipedini çaqchaqini qilgan bo'lsa o ayaqdan velosipedini çaqchaqqa mesela Nasusning bir gapini keltirmay deyotgan bu otninki o'zgartib o'tgandikinlar kelgan gap ayda qipli qoladi. Tamoq buzilib qolganda digilteq bu yigilteq bo'lmaydi. Töküyte insan teqi. Deb ketma onu nim demoqchi yo'q edi deb Moşudaq bo'lmasa bo'ladi deyman saqab. Yana gapni chechib yetib qoldim men. Yo'q, men cho'nqur ta'sirlandim bundan. Meningcha naq maydondan bizningki chaqchaqchi inlarimiz o'tiribdi mana. Cho'nqur tushunchaga ega bo'ldi, ta'sirotga ega bo'ldi deb qarayman aka. Hamma ishda biz peshqadamlarimizning yo'l ko'rsatishiga muhtojju. Sizlarning jiq yo'l ko'rsatib berishinglar amaliyotda hammamiz uchun bek foydali aka. Bu hammamizni bir qaytam o'ylanishga davet qildi shundaqku Javlon beshini degan shunda yaxshi o'tiradi. Rahmat aka, yana davomli muntishimizga birdamdan keyin. Endi mushu Ro'zaxon bilan Sayfiddindan programma haqida ozroq so'rab baqaylik ya. Ro'zaxon burun biz Bayi Xalmurod akam degan o'xshash, Xamart akam degan o'xshash. Ilqi Undidarda, ilqi Spulada köydükku çaqchaq salonlarda. Çaqchaq sorunlarınınki ısın nusxalarını köydük. Onundan keyin riyasatçılık qildi o'zdiyandek. Endi qandaq bo'lib bir programma qilishni o'ylab qolgandi deganni balkim sizlarning so'rig'inglar bor. Endi men qanday o'yladim degan vaqtda bu Ro'zaxonninki çaqchaq qila olishi, buningki o'ziniki ma'u tug'ilgan yurti şaraiti, onundan başka özdeki tabiiy talab, imtiyoz, mush taraflardan deb qaraymiz. Lekin
Endi bu izchil turda bu chaqchaq degan so'rinlarni bo'layotgan shundaqku. Har xil so'rinlarni bo'layotgan, shipanglarni bo'layotgan, masjidlarni bo'layotgan, to'ylarni bo'layotgan degandek. Endi buni sahnaga olib chiqishga mundaqlab chiqadigan ish emas, buning bek zo'r g'ayrat ketidi. Mag'lub bo'lib ketsam qanday qilma degan narsadan bak inoydichu, bak ishkilantirib qo'ydi. Ro'zaxonda undan masalalar yuz bergan bo'lishi mumkin. O'z uni qanday yengandi, qanday bo'lib qo'rqmay sahnaga chiqib, el xalq chaqchaqlarini, jumladan el xalq chaqchaqlar asosidagi mana biz ko'rgan talk show shaklidagi yangicha mush programmani sahnaga chiqqandi deb so'rg'inlar baqchan. Sizlarga vakolatdan mush savolni bosh so'rab beray. Aldı bilen bugünkü bizning axborot e'lon qilish yig'inimizga qatnashib bergan pastiki qarindoshlarımga ko'pdan ko'p rahmat. Onun sırtida ikra aldiki bizni taqozolik bilan ko'rayotgan, xat yozayotgan, bizni qo'llab turayotgan do'stlarimga chin yuragimdan rahmatim aytaman. Onun sırtida alayda rahmat aytilganim bizniki ustozimiz Emin Ahmediy ustozimiz. Biz sayfidishlar qisqartib Emin dadal davaldik. Biz shunda qolaylikka chaqalla. Qo'ymara. Onun sırtida ustozim Xalmurat akam, Şemsiyedem, meningki qarindishim Sayfiddin ag'alarim ko'pdan ko'p rahmat. Endi bu savolga javob bersam edi. Qo'yatil buni. Men inkaslarni ko'ray deyman. Nimlarni da'vatqanda ko'pchilik debcha bo'ptilar. Dara. So'rab qo'yib kessang deyman yo'q. Dara. Nimda jursasan? Endi Yaqında moda qilgan gapimiz ma'lum. Moda qilgan gapimiz. U gapni egiz keldi bugun bu bapasda. Endi qanday bir ilhom bilan bu sahnani, bu programmani qilib qolding degan gapga kelsak, endi bu bayam Şemsiyedem degan bu to'qishuv shakldagi bu san'at turi bizning mamlakatimizda bo'lib ishkir o'lkalarda bekma umumlashgan, nayt qo'llashga erishgan, ko'rurmini bir qadar ko'p san'at shakliga. Ham bizniki Jumho madaniyatimizniki bir turi bu. Hem bundan sırt bu O'rta Osiyoda, Yevropada mınaydı alqışlıq bir san'at turi ekan. Men bu to'g'riliq ko'p material ko'rdim, chamoni yetishni izlandim. Lekin menga yana ta'sir qilgani buning yana tegi shu bizning chaqchaq o'xshash kenchu. Shu odamlarni kuldirishni maqsad qildi ekan. Mushoyilqa endi bunga shakl o'xshamagan bilan tüp yıldızda yana shu kulkini asos qilgan ekan. Bu to'g'riliq bir o'ylanish bo'ldi menda. Uning sirtida mening ustozim Xalmurat akam tunji qatim Shinjongda endi. Aysa yo'qolib ketding-ku degan temasida televiziya stansiyada bir vaqti 15-20 minut atrofida shunaqa deymiz ustoz. Tunji qatim. Yo'qolib ketma qanday qilma, hammanglar kino aytmasanglar degan. Buni ustozim aytdi, muvaffaqiyatlik 2-3 navbat o'ynab chiqdi. Şunu bilan men To'xtar Ro'zaxon, endi bu bizniki hisobda arliq uzilib ketdi endi. Bu birga bir bo'shliqdek bo'lib qolibdi. Mushuni bir to'ldirib baqqan bo'lsak, bizniki endi biz chamimizni yetishib boshlab qo'ysak, qilammisaqmi? Bizniki elimizda yetishayotgan masalan shu javlanga o'xshash inlarimiz va singillarimiz va mushular buni texnik kamolatga yetkazib o'rindab qilsa, atugin shuning mevasidan biz hozirlanamiz degan umidda tavakkul qilib boshlab baqdik. Astola natijaga erishgandek bo'ldik. Astola natijaga erishgandek bo'ldik debdi. Unda Sayfiddin. Bu yo'g'on boshliq bilan chiqarilgan qarorga Sayfiddin mas'ul bu do'stiyancha mushunday ish amaliyotda o'ynaganda, kulganda bilib bo'ldigan emas. Do'sti bir ishni qilmoqchi bo'lgan vaqtda yiningda menba deyilgan odamni do'st deymiz. Ro'zaxonning mushu programmasida Sayfiddinning do'stlik mehridan men bek ta'sirlandim. Bu ikkisiningki og'indarchilik munosabati, qarindoshlik, do'stlikka meni bek ta'sirlantirdi-da. Yili birdan keyin paranglashimiz bu vaqtda. Qiziq hikoyalar va bularningki. Endi mushuni qilay degan vaqtda, masalan, o'zining ideyasini shu maqsadini degan vaqtda, sen qanday o'ylading bu mumkin bo'ladi deb darhol hayajonlanib, harakatga o'tmoqchi bo'ldingmi yoki qanday bo'lar deb o'yladingmi? Qanday olib kirishib qoldinglar bu ishga? Qo'rqib. Hozirmi qo'rqib? Nimda yursasan deb. Hamda biz bu to'qishuv shakldagi mushundaq bir chaqchaqni yangi uslubini 2016-yili G'o'ljida kichik bo'lgan bir ya'ni ilib bir kichik dekoratsiya yasab, kuchimizning baricha
tirishib baqqandiq. O chaqda texiyliqi buningki Lingchamiyo degan yumori taqalmagan mezgili. Biz aşı Lingchamiyoni ekranga ochiqimiz deb bo'shkala shu yerda yo'g'on boshli qilgan. Shuning bilan ekranlar, nima apparatlarni tayyor qilib, hamma narsani qilib suratga oldik. O'lchamni qilgan bo'ldik. Bir taranchining qo'rasining darvozaning oldini yasab. Kim buni ap bo'lgandan keyin 2 yilimizga yorimidi. Xudo qarab, otash bo'lmaydi-ki, bu bunda qilsak bo'lmabdi, yomon oddiy o'qibdi. Moshunda chiqarsak bu qanda bo'ladi deb shuning bilan buni bosirib qo'ydik. Qilmayli, ko'nglimizdagidak bo'lmadi dedi. Shuning bilan keyin bir mezgillar o'tgandan keyin Lingchamiyo taqilib ketdi. Uning ustiga sin nusxasi emas, ün nusxasi degana taqilib ketdi. Onun sin nusxasi hozirgacha bizda bor material sutdi. O taqilib ketgandan keyin shuning bilan bu ishkaylarda texmo bir umid paydo bo'ldi. Bo'ladi ekan, asli. Bo'ladi ekan asli. Mushunda bir shakl bo'ladi ekan adash. Deb uning ustiga buning payziyari yangi Lingchamiyoga o'xshash materiallarni topa oladi bu. Bu yaqinda texmochi poyezdi kelganni ishkaylar oldi, kechikib qolganki bir narsadan ishkaylarni xeyli kuldirib o'tdi. Bayqashqi mayirda. Bayqashqi mayir. Shundan narsani ip keludi. Buni sen kulsan haqida deyma deydigan yerlar bor ekan. Sen kulsan haqida deyma o'rinda deyma deb. Shu ashunda qilib o'shkalarni o'tirsa nurg'un hamda do'stlik, hamma shu yumor, shu to'qo'shiq nisbatan astul tajriba bo'lgan. Shuning bilan Allah bulto 2019 ga kelganda bu ishlarning hamda mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli boshqa jihatdan bo'lsin, hamma jihatdan sharoiti to'shdi. Uning ustiga buning o'zining tayyorlagan oldingi 12 qismdagi mazmunlardan siz ama 14 qism bor-da yana. Buningda o'zining tepkagan bu detalları nəhayət, temirləri nəhayət peyz oldu. Sizlər naq meydanda var. Onda olğan ki, texmo bizdə bu işni qıla alaydı ikənmiz. Qılımız deb. Hazır mən sual sorayotqançalı bir nərsini his qıldım. Mən muvaffaqiyat qazanmayımız degan bir nərsini oylab baxmabdı ikənmi. Biz çoxun muvaffaqiyat qazanımız. Hazır mən sual sorğandan keyin his qıldım. Muvaffaqiyat qazanmagan bolsaqçı, o nərs yo'q-ki bu işkilimizdə. Nurg'un ishlarda masalaninki nachar tarafini o'ylash kerak deb qaraydi. Biroq bir ish qilmoqchi bo'lgan vaqtda tavakkülchilik degan esil narsa jumu. Qandoq bo'lar, yapsam pishami, ko'msam pishami deb o'tag'ini qilib baq. Chunki ko'z qo'qqaq, qo'l botir degan gap emasmi? Abdushukur aka shundaq-ku. Shu qilib baqayli deganinglar yaxshi bo'pti. Aning ustiga yaxshi bo'lmagan bo'lsa-mu, bakchong ziyami bo'lmaydi-ku. Bakchong ziyami bo'lmaydi. Uni ki astas köyünü kaldı dedi. Ağrıydı. Şunun türküsü de biz bu işini başladık. Başta şenç var değil mi? Şenç var. Ben moyimi bunun bek işini mi? Bu kılalaydı. Çokum sen kılalaysa. Ben bilmem de bunun kılalaydığını. Onun üstügelik mesela bazı mahsulotlarni bozor silishdan ilgari bu ilqi mahsulotni bozorga soladigan xo'jayinlar ansirishi mumkinchu. Bu narsaga ehtiyoj bormi? Xalqlar yaxshi ko'rami? Endi masalan buni bir madaniyat mahsuloti desak agar buning ehtiyoj borligiga ishonchinglar borda? Buning bor. Iste'molchilar borda, buning nisbatan kulishni xohlaydigan odamlar mangu borda. Xaridor bor. Shunlashqa men ishonch bor. Uning ustiga xaridor bo'lgandan boshqa mahsulotning sifati yaxshi. Sifatga bo'lgan ishonch bor. Bo'lan qo'ydi. Hamda bizmo sifatga pek diqqat qildik. Ustozlarni tekshirib o'tkazdi. Anki Xalmurat ustoz, Ablat Abdurim ustozimiz, Mahmud Maqsud ustozimiz bular har yoqdan bizga o'zining madadlarini, kuchlarini ato qilib keldi. Biz oldi bilan mushlarning oldiga bordik ishni boshlashdan burun. Xalmurat kamning oldiga bordik, Ablat kamning oldiga bordik. Yaxshi qilibsizlar. Başlanlar, qilinglar, bizga yurak beribdi-da. Xotirjam shuni bilan qilaylik adash bu ishni. Onun üstüge bu mu özü sifat, şu çakçakның sifatiga bek diqqat qiladi. Demisek mi özü adaş malımada qilayli, anda qilayli. Axloq fazilatga ekanmasak bo'lmaydi degan bir narsa. Çakçak axloqiga rioya qildigan, ilqi sopaliq daim bizning çakçakçılarımız, ustozlarımız deydigan, shu agar çakçakni anglığısı bor bo'lgan bir oiladagi er ayol farzand ota-ona hammamiz xotirjam o'tirib anglay oladigan chaqchaqni biz eng suyimli chaqchaq deymiz-ku, mayli yumor bo'lsin. Shunlashqa Ro'zaxonni baya sen deganga o'xshash mushu masalalarga pakrak diqqat qildi deb men shunday baho berman. Endi bu
Ro'zaxonning chaqchaqchi ekanligini hammamiz bilamiz. Bu zamonaviy chaqchaq bilan nima an'anaviy chaqchaq bilan zamonaviy biz baydab o'tgan tok hovushi uningki farqini qanday his qilding? Qanday farqi bor ekansancha? Bunun endi men chamani yetishcha javob berib baqay. Bo'lmasa ustozim bor. Endi mening o'zimning his qilishimcha, endi bizniki an'anaviy chaqchaqlarimiz ko'pincha shu o'tirishda so'rinda bo'ladi. Ham chaqchaqchilarimiz bir talmi tayyorlik qilmay kirdi bunga. Naq maydondan nima gap bo'ldi? Kalning gapi bo'lib qolamdi, aeroplanning gapi bo'lib qolamdi, ya birisining bir laqimi chiqib qolamdi, ya birisi ishada xato ish faoliyatdan birini qilamdi. Hech qanday tayyorlik qilmay bevosita kirdi. Ham yolg'iz chaqchaqchi asosiyatdan bo'lmaydi. Ya 3, ya 4. Bo'lmaydi endi ikki chaqchaqchi bir bo'ladi. Uning kendan o'rindiganda o'sha tomoshabinning orasida yanma-yan o'tirib, guldirasa chavakning orasida bu chaqchaqni muvaffaqiyatli oxirlashtirdi. Endi bizning to'qo'shiqqa kelsak, buningda cho'qim biz oldi bilan tayyorlik qilishimiz kerak ekancha. Buni bevosita chiqibli degil bo'lgan narsa emas. Avval deb yezib, daftar yuziga chiqarib, o'ngshab buni. Endi buning ma gapni desak, qayerga boradi? Buningda biz qaysi nuqtani yo'ritib birimiz, qaysi ishni qamchilaymiz, qaysi ishni maqtab madhilaymiz degandek taraflarga ko'proq diqqat qildik ekanmiz. Uning sirtida buni chiqib bundaq tayoqda qaytib davtib tushib ketadigan narsa emasda. Har bir gap shu obrazni o'rindab deb chiqib, shu yerda 3-4 odamniki obrazini yoritib, onun üstüge 5'de mesela doktorlar hakkında sözlügen bolsak, bu 25 minut etrafında bu sözümüz devam etse, onun kendini okutkucularını olursak, hem de iki tema boludu. Şunu bölündüğüme anlavatkan adamı sezmegen asas da ekrivit bu bek mühim kenço. Şunlaşka bu şu tokoşu bilen bizden en çak ki farkımız hem de iki gepke. Hem de biz özümüzden çok Şunda olganda chiqib atamda. Batareyaringlar ko'ndirib bir yerdan keldinglarmi, bir yerdan ip. Mayning tuğuning ostida qolganda keldinglarmi? Turib o'chqib, turib yenib. Va g'ulji chaqchig'ida masalan chaqchaq, chashim chaqchaq, chaqchaq ikkimiz qilishimiz chaqchaqni. Chashim chaqchaqni peqirtib bunda aylantiramiz, shundami? To'rash yumor so'zlash, o'ynash degan turlar bor. O'ynash degan turlar chiroyini o'zgartmay turib, bu nima deymiz, xumuri chiqmay, kuldirib xumur taqimay, shu ro'zaxonga shu mayramda aytdi. Deb aytqizib o'ynayman deb, bo'lmasa hech nima yo'q bu yerda. Yaqınızı dep koydu, oturup eğer o yakısını onşaydı yani meyremizi dep koyup ayak yakılı abi geçer, ayakta özünü onşayıp et, tükürüp etip da koyalım. Yani oynaş deydiğin bir tür var şu mesela. Çırayını çandırmay, hem de sarangı oynaydiğin bir şekilde. Hem de şu demek ki onun gibini yığsa, çakçak iki adam otursa ilbirildi. Bence. Belki bu da olması mümkün hem de. Kendi tordaşlarına bunu görüp atkan yani ustazlarımız var. Onlardan tek fikirden alsak buldu ama benim ko'nglimda chaqchaq ikki adam bir sen bir men bunda deyishimiz. Chashim chaqchaqda ikkimiz birlashib bunda beqirtib o'tag'anlarning chechibak o'sib ketgan bo'lsa, uni bir uribdimiz. Atis chashni yasitdi. Paypaqning rangi sal bunda olganmiz bir urimiz atisdan boshlab paypaq o'ngshaydi. Demak, bu shu so'rovlarda hamda ba'zi bir ayıplarını tuzlup mağda hem de. Oturuşka dikkat kılmaganlarının oturuşuna oşayımız degende şaşım çakşakta işte okşutup çıktı hem de. Yumur sözlegende yalğız özem oturup bir günü İsamkan bir et ketip alsa bir uçurap ki mandat İsamkan mandat yaptı para kıldıp. Bu yumur sözleş hem de. Anikin doğraydıqallar var. Doğraydıqallar her kıl obrazlarını yaratıp doğrayıp durdu. Ketip alsam Zubana kapam oturup siz o zaman yapasam. Şuna olan da obraz yarattı hem de. Bu mu bir hem de obraz yarattı hem de doğraşım. Bu işte kılma şekilleri var. Ama Rozaxonning sakiniga chiqqini to'quşu söz oyunu deymiz hem de.
yalğız kişilik söz oydu. Özü tayyorlab puxtlab olgan narsani anikin ko'pchilikka tartib bo'yicha obrazlar so'zlab turdi, kuldirdi hamda. Hozir butun dunyoda o'rtaq bo'lgan bu to'qoshu mamlakatimizning ichida nurg'un to'qoshuvchilar bor, ajoyib kuldiradiganlar bor. Shu nimadan men shu o'z vaqtida ilhomlanib 2006, 2008, 2010 bir 3-4 navbat yolg'iz kishi so'z o'ynadim sahnada. Keyin hamda yana o'zimizning kasbiy aldrashchiliklarımızdan bunu davamlaştıramay qaldık. Hem de yakın hazırki vaqt kelganda mana Rozaxulla mana bu yalğız söz oyununu to'qoshuvni rasmi sorundan aş çaqçaqlardan algan qiziq detallarni yig'ib, tartibga selib, kuldirib atdi. Buningda biz suyunib atamiz, qo'shib atamiz. Mana saqqa mikrofonim. Rahmat aka. Chiqishlatmabsa bo'lmasa. Onun üstüge bu Mao to'qoshuvda bir adam yalğız sahnaga chiqib so'zlaydigan bo'lgandan keyin uningda chiroy mimikasi, aktyorlik degan omillar yug'urilmasi bo'lmaydi ekan-ku. Unda bo'lgandan keyin Mao aktyorlik jihatda Xolmurod akamning singdirgan ajri bak jiq deb o'ylaymiz. Keyingi bo'limidagi Rozaxonning bioyanlari aktyorlik mahoratlarini ko'rsanglar endi bak yaxshi beryapman e'lonni. Lekin rost bak qiziq. Men ashyalarni deyish bo'ladi Xolmurod akam meni jepayz qilib beribdi deb. Ondan keyin yana bir tarafi bu to'qoshuvda masalan Rozaxonningki mushu birinchi bo'ligi biz ko'rib bo'lgan birinchi bo'lak bilan endi qo'yilmoqchi bo'lgan endi ko'znakda 5-oyning 13-kundan boshlab ko'znakda ko'rsatiladigan ikkinchi bo'limida biz mana sizlar o'ttirgan mush sahnada kirgan peti 4 soatdan ortiq o'ttirdik. Rozaxon 4 soatdan ortiq orliqda bir abidaning suyini ichgandan boshqa qolgan vaqtda bir adam ani unutib qolding demidi. Ya azmidi. Öz ulab 4 soatdan ortiq to'xtamay so'zladi-da. Ma taraflarni endi chaqchaq so'rinda o'ttasang, sen bir chaqchaq qilib azroq o'ylanib, aram ivaq yana bir chaqchaq qilib turdi-da, maningda sen turib qolsang bo'lmaydi-da. Bu taraflarni o'zangi bir jang e'lon qilsan deb qaradim endi. Xolmurod akam avu aktyorlik jihatda, rol ilish jihatda, ma ifodalashdagi jihatda bekchiq ajr singdiribsa deb o'yladim aka. Bu taraflarni ile paranglashimdi qamsa, ile paranglashayli. Unda esa ko'pchilik biz bir mukofotlik chek tatishni qilamdik arliqda 3 qitim mukofot tatayli. 3 qitim chek tatayli. Birinchi qitimda oylik a'zolikdan bir mukofot, yillik a'zolikdan bir mukofot ham ko'znak kino qutisidan bir mukofot tartildi. Unda bo'lsa hozir mushu ekran oldidagi to'rdoshlar hammanglar mushu ko'rsatilayotgan bevosita tarqatilayotgan mushu supining ostiga bir raqamini to'xtamay avatsanglar, xizmatchi xodimlar shularning orasidan eng burun avatgan do'stlarning tizimligini mening telefonimga avatib berdi. Shu do'stlarimizning telefon nomerini e'lon qilamiz. Qani unda olsa qo'linglarni harakat keltirib bir raqamini tez bir raqamini. Bizning biz baqsaq bo'ldi sizlarga mukofot berdi ko'znakning. Ko'ratamsizlar do'stlar, bevosita tarqitish mushu supsining ostidagi inkas rayoniga bir raqamini avatsanglar, bizniki xizmatchi xodimlar kimning mukofotga erishganligini rasmga tortib bizga avatib berdi. Men naq maydonda isbot bilan ko'pchilikka e'lon qilib berman. Qani bir raqamini 3 2 1. Qaysi do'stimiz mukofotga erishgandi? Hozir oylikninki oylik a'zolik mukofoti. Qani meni undidarimga avat bersanglar, men ko'pchilikimiz ekranda ko'rsatib turib, isbot bilan gap qilmasak, oyliqi keldimi? Ha, keldi. Isbot bilan deymizki, ko'pchilik hamda o'z qolgan nomerlarni deb qo'ydimki, deb qilishim mumkin. Ishonch degan eng muhim bu, ko'pchilik shunlashqa mana hozir keldi. Eng ustidagi do'stimiz bo'ldi, shundaqmi? Mana aparatingni saqam maningga. Ekrandan suratga tortilib
ko'pchilikka ko'rsatilyapti ha. Hozir biz talab qilgan bir raqamini inkas supsiga yo'llagan do'stlarning ichida mukofotga erishgan do'stimiz mana namoyon bo'lyapti ko'z oldimizda. Eng ustidagi abon turdishimiz oylik a'zolik mukofotiga erishdi. Siz o'zingizning mau shouchi yonghu jowling jowba degan do'stimiz o'zingizning telefon nomeringizni bizning xizmatchi xodimlarga yo'llab qo'ysangiz aloqalashib sizga sovg'atni yetkazib berdi. Undaqdan yillik a'zolik mukofotini chekin tartishga boshlaymiz. Unda bo'lsa ko'pchilik yana inkas rayonida ko'rishimiz bir raqamini yo'llashni boshlasanglar bo'ladi. 3 2 1 Qaysi do'stimiz ko'znakning 1 yillik a'zolik mukofotiga erishilgandi. Demak, 1 yil ko'znakda mushu milliard kulki sahnisini bekor ko'rdi degan gap. Talog'i chiqmay. Talog'i chiqsa-mu qaraka, do'konda o'tirib, ishxonada o'tirib ko'z bo'laverdi, telefon endi o'tirsa. Ko'znak aptitalni telefonga tushirib olsanglar bo'ldi-da. Sizlarga bekor bermam-da. Ha? Sizlarga bekor bermam. Sizlar pul to'lab ko'ramsizlar? Ha? Xamardaka sen pul to'lab ko'ramsan? Ben şimdi qo'shloq beryapti. Keldi. Mana do'stlar. Ko'znakning 1 yillik a'zolik mukofotiga erishgan do'stimiz muborak bo'lsin. Bu to'sliq qopdi-ku. Yillik bo'lgan ekan do'stlar. Qaysi hisob bo'ladi? Qaysi hisob ismi to'silib qopdi? ST ay do'sti degan do'stimiz. Telefon nomeringizni avatib qo'ysangiz, ko'znakning yillik a'zolik mukofotiga erishdingiz, muborak bo'lsin. Milliard kulki sahnisini haqsiz ko'rish bo'lsaga erishilgan bo'ldingiz. Shuning bilan bir vaqtda milliard kulki sahnisini ko'rib, yaxshi taklif fikrlarni berib turishingizni umid qilamiz. Ko'pchilikning yaxshi taklif fikrlari bilan, yaxshi yo'l ko'rsatishlari bilan milliard kulki sahnisi davomli taraqqiy qiladi. Chunki milliard kulki sahnisining mulozimat obyekti sizlar, do'stlar. Sizlar nimadan xushal bo'lsanglar, sizlar nimadan rozi bo'lsanglar, milliard kulki sahnisini shuni sizlarga so'zlab berishni xohlaydi. Shunlashqa taklif fikrlaringizga muhtojdir bular. Do'stimiz undaqda telefon nomeringizni qoldirib qo'ying. Bizningki xizmatchi xodimlar, ko'znakdagi xizmatchi xodimlar sizlar aloqalashib, yillik a'zolik mukofotingizni sizga topshirib berdi. Endi 400 net yuan, 460 net yuan ma, 460 net yuan qiymatidagi ko'znak kino qutisi mukofotini tatimiz. Kino deganni mush ko'rib qoldi ekanda. Unda bo'lsa ko'pchilik endi inkas rayoniga bir raqamini tezdan yo'llasanglar bo'ladi. 3 2 1 Agar bu mukofotga erishsangiz, ko'znak kino qutisiga erisha olasiz. Ko'znak kino qutisida bahchiq kinolar bor. Kino ko'rib, o'zingizning ma'naviy turmushingizni bezsangiz bo'ladi. Keldi mana. Muammoda ay degan do'stimizga muborak bo'lsin. Kino deganni ko'rib qolsizdan, endi shuning bilan bir vaqtda ko'pchilikka samimiy do'stonlik bilan, mehrimiz bilan askartirganimiz mayli telefon, mayli kompyuter, mayli televizor bo'lsin, ko'rgan vaqtda, ko'rish vaqtiga cho'qim ahamiyat bering, ko'z asrashga ahamiyat bering, ko'zimizni asrab, hayotlikni asrab, hayotimizni go'zal o'tkazaylik. Hayotni qadrlaylik. Muborak bo'lsin do'stimiz, telefon nomeringizni xizmatchi xodimlarga qoldirib qo'ysangiz, ko'znakninki kino qutisi sizga mukofot qilib berildi. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Birinchi qatimliq chek tortish faoliyatimiz mushiyada oyoqlashsa, endi biz azroq bir san'at numunini ko'raylikmi? Eng oldi bilan biz mushu milliard kulki sahnasi dastlabki suratga ilingandan tortib hozirgacha o'zining qarindoshlik mehri bilan Ro'zaxonni qo'llab kelayotgan, mush sahnani qo'llab kelayotgan, ilqi kulishda nayt yaxshi to'kib qo'shib bergan. Chunki bu programmada tomoshabindan tutgan programma desakchi tamoman bo'ladi. Bu programmadagi yangilik bakchiq. Shu yangiliklarning ichida texib bo'lib baxmagan yana bir cho'ng yangilik
tomoshabindan bak tutgan. Pastga o'tirgan tomoshabinlarning ko'p qismi hamda bizningki do'stlarimiz tanıydigan kishilar bo'lgandan boshqa kulishga ustalar kelganda bu kulishni bilishmi bir mahorat, bu bek yaxshi kulib berish kerak. Qancha kulib bergansa shuncha ichiladi chaqchaqchilar shundaq-ku. Andan keyin shunga shu kulish ishlarida kulish sohasida utuq qozongan, to'kib qo'shgan Kerem Abbas, marhamat. Ben bir şey direktörüye. Salam, tövbe otagan ustazlar, şemsiyede, ağillerim. Salam, pastiki milyard sahnesini qo'llab berayotgan ağiller, do'stlar, hammalarniki kechki xayrli bo'lsin. Men niye direktör betamak keynim bo'lib qoldi-ki, ma Ro'zaxonniki taklifi bo'yicha ma yuqum munosabati bilan ekran oldidagi do'stlar, bek ko'p odam yig'ilmasin, cho'ng o'rinlarda qilmaymiz deb, shu tarda o'rinda qilib turdik. Shunga mening harakatim sal cho'ngroq deb naqsh etganda, bugun sal tarlashtiribdi. Usulliqlashlarni aytdim. Oldi bilan ustozlarning umriga uzun umr tilayman. Andan do'stlarimning ishlarining yaxshilik bo'lishini umid qilaman. Xuddi abay ustozimiz aytib o'tgandek boshqalarning natijasini ko'rganda bak xush bo'ldim. Shunga menmi davomli yashtiryapman degan so'zga o'xshash bizmi shu ustozlardan o'rganib olgan bo'yicha yaqinlarimizning, do'stlarimizning, aloqalarimizning natijasini ko'rganda bizmi xush bo'lamiz. Shuning bilan men xil yashtiryapman deb o'ylayman, davomli yashtiraman. Men asli bugun shu usulliq mayoqdan oyoqqa yuguradigan bir naqshani tayyorlab kelgandim Qalmuratga. Tuyuqsiz hozir Mujrozaxon bilan paranglish jarayonda bu bütün xizmatlarni oyoqdagi urug' tuqqanlarni qo'yib yurtda g'uljida qilib mayaqda o'zining xizmatini qilg'ili keldi. Shu jarayonda o'zi oshpaz bo'lsa-mu garchi ikkisi uyda birisi tamoq etib, birisi xizmatni ishlab, shundaq hamda yaxshi biz to'pda o'zimiz paranglishimiz ag'illarning to'pida. Uydagilarimiz ashaqda andan arliqda bir putini bir yarlandırib olib uyda bo'ldi. Andan keyin ba'zi cho'ng bayramlarda uyda bo'lolmay qoldi-da Ro'zaxon. Shuningga o'xshash nurg'un ekran oldidagi ya past o'ltagan yoki Xalmuratkamdek o'qiyotgan vaqtlarda xizmat chiqqandan keyin cho'nglar g'uljida siz meyada turib bağınız bağılcığa etayemledi. Lekin siz fakat baranmay hizmet muhim bu kalıdı bazıda idarının kasbınız muhim bu kalıdı. Şunun okşaş hemimizin okşaş şundak özü uygu kayıtlanmay otkan Yakımız işkir ülkelerdeki çoğun çiğtenlerde hizmet kılıvatkan yaşlarımız var, benim ağillerim var. Mesela futbol sahasındaki veli katarlık dostlarımız her hit bayramlarda komandanın meşqi yoki musabıqısı bulup gelip Şinjan kayıtıp üydüklerle birlikte bayram ötküzenmeydiğen toğulgan günlerini, hatta ata-analarının 60 yaş kirgen toğulgan günlerini ötküzenmey, bana telefon kılıp senin Eda'nın Gülxansı boğandık mı bir yer? Aynı oraya göre şönçön ketti. Eda'nın Gülxansı boğandık ki bizge vakaletten apamның ki to'g'ilgan kun dadamның te bir guldastlarni yetkazib mening nomimni qilib qo'ygan bo'lsang men hozir telefonni guvanji qo'ysam yo mashq kirkitma yo yig'in kirkitma degandek telefonlarni ko'p topshirib olmayman. Shu hissiyatda anamga maktub deb o'zim bir tik sezib melodiyasini o'zim ishlab muzikasini bolalar bilan akkordlashtirgan bir naqshbatni shuni sunug'im kelib qoldi sizlarga. Yoqtirgaysizlar. Marhamat. Telefonun mimas 0000 devettim de. Oo. Hazır özgertitme çıkıp bir-birge. Bu mikrofonu sen şuraya buldu. Müzikini götürün. Tımtaz gece yat bir şehir. Bu yürekte sığınış kolumda kalem. Tımtaz gece yat bir şehir. Bu yürekte sığınış kolumda kalem. Kurluğunda hiç hep yok, var iğirtmiş. Bar sığınış, bar örtünüş, yazgın kalem. Kurluğunda hiç hak yok, bar iğirtmiş.
o'tmish bor o'rtinish yozg'im qalamim sizga maktub yozdim ona sizni kuylab etdim naqsha sizga maktub yozdim ona sizni kuylab etdim naqsha yeshim tükürü ettim ben naqsha can ana aman bol oğlum yirakta yeshim tükürü ettim ben naqsha can ana aman bol oğlum yirakta Vay apa. Oy, oğlum. He. Obdan turvatam sen bala. Yaxshi, yaxshi, o'zingiz yaxshi turyotamsiz. Menmi yaxshi, yaxshi. Telefon qilib bo'lanmadim sizga yaxshi turayotgansiz, ha? Yo'q, undaq dema. O'zing yaxshi tursanglar bo'ldi. Xizmatlaringni obdan qilgin balam, juma. Ma'qul apa, ma'qul. Hey, telefon qilib turg'in. Ko'yim kep ketadi ekan. Ma'qul jinim apa, ma'qul. O'zingiz yaxshi asrang juma. Ma'qul balam. Ma'qul, ma'qul apa. Yıllar cevap ver bana anamni bir ko'ray cevap ver bana yıllar cevap ver bana anamni bir ko'ray cevap ver bana seviniş içinde ay gün ko'plab can ana aman bol oğlum yirakta seviniş içinde ay gün ko'plab can ana aman bol oğlum yirakta ey ana aman bol ana İşlerin yaxşı olsun dostum. Nurg'un dostum, mağama Abay Şemsiye'den degandek qachon chiqadi oxiri nimdoq bo'lib yetadi degandek so'zlarni deb ketdi. Hatto paylan degan gapni unutdik. Hozir biz paylan degan gapni normalda deyamaymiz. Valla paylan bor bugun deb biz muzik chaldigan yurdik. Valla paylan bor degan gapni normal deyamagidek bo'ldi. Seninki ishlaring yaxshi bo'lsin. Naqsham orqali sana madadlan tilayman. Rahmat og'aynim. Rahmat. Rahmat ada. Rahmat ustozlar. Rahmat Kerem. Ağındarçılık, qeyrindaşlık, mehr muhabbetinge rahmet saqam. Şunda hoş bulduk. Rahmet. Kerem deganga o'xshash bugun naq maydonga xizmat va har xil sabablar tufaylidan kelmagan nurg'un do'stlarimiz bor. Ro'zaxonning milliard sahnasini yaxshi ko'radigan, qo'llaydigan, har vaqt yoningda men bor deb turadigan do'stlari, urug' tuqqan qarindoshlar bor edi. Masalan, yurtdagi ota-ona qarindoshlar, ayoling, umaq ayoling, farzanding, boshqa tuqqanlar kelamdi. Ulardan boshqa bay deganga o'xshash shu bizningki futbol cho'lponlarimiz, faxrlik inlarimiz Vali deymiz, Ilhom deymiz. Uningdan boshqa bizningki Şemsiye Baydılar fondidagi cho'lpon fidoyilarning hammasi, barliq cho'lponlar, anonki Gulshan Mamat Tursun bugun xizmat bilan kelamdi. Qaysarkom deymiz. Shu kuni naq maydonda bor nurg'un do'stlarimiz bugun kelmaganligi Nonisa Abbas, Nonisadam. Sababidan mening salimini yetkazib qo'yishimni havola qilgan mana omonatni yetkazdim. Shu bilan bir vaqtda meningcha ekran oldidagi do'stlarimizmi bizning salimimizni yetkazib qo'ying da'vatgan bo'lishi mumkin. Ro'zaxonga madad berib qo'ying da'vatgan bo'lishi mumkin. Ana shunday pok niyatlik, ah ko'ngil, suyumlik to'rdoshlarimiz, tomoshabinlarimiz bo'lg'ashqa biz mishiyada kulib o'ltirib, yuraklik oldi mikrofonni qo'limizga ilib so'zlayapmiz. Mayli san'atkorlar naqsh aytyapti, uslub o'ynayapti, shunlashqa biz tomoshabinlarga bek ko'p qarzdormiz.
Sizlarning alqışlarыңlarga biz мәңгі qarzdormiz, мәңгі minnatdormiz. Jumladan mushu milliard kulki sahnesini ko'rib, alqış yangratgan, qo'llagan barliq turdashlarga mushu fursatdan foydalanib rahmat aytib olamiz. So'lgan yo'llamoqchi bo'lgan salomlaringlar, yurakinglardan yo'llagan salomlar havo to'lqinlari orqali yuraklarga tegdi. Rahmat hammanglarga. Rahmat. Ondan sen davomli suhbatlashaylik, Ro'zaxon. Mushu boy biz deb o'tdik, qisqildab o'tdik, mushu ili xalq chaqchaqlari to'g'risida gap bo'lingan vaqtda chaqchaqlar asosan sorunlarda bo'ldi dedik. Endi bu chaqchaqlarni shu sorunga bağlanlarni ko'ra oladi, anglay oladi. Andan keyin har bir sorundagi chaqchaq o'xshamagandan keyin mush sorunga bag'ada mush chaqchaqni anglash fursatiga erisha oladi-da, boshqa odam qayta uni anglay olmaydi. Shundaq bek nodir chaqchaq kulkilik gaplar chiqib ketishi mumkin. Shu yerni o'tkazdi-da u. Bo'ldi shu katta to'g'ri kelganda. Ondan boshqa u sorunlar ayollar boramagandan keyin ayollar anglay olmaydi. Andan keyin cho'nglar uyda o'tirib ular anglay olmaydi. Eng muhimi Ro'zaxonning yana bir suyimli gapi bor. Mush doktorxonalarda bir kulkiga zar bo'layotgan, og'riq azobini tortayotgan nurg'unlagan har millat do'stlarimiz bor. Shularni kulkiga ehtiyojliq-ku. Shunlashqa endi Ro'zaxonningki eli xalq chaqchaqlarini sorunlardan shundoq cheklimlikka ega bo'lib qolgan mushtaq sorunlardan sahnaga olib chiqishiga bir g'ayrat ketadi degan gapni bayon qildik. Bu o'yga qandoq kelib qolgansa sahnaga olib chiqsaq bo'ladi. Bayon azroq so'zladim shundoq-ku. Endi texnik tafsiliy bir anglab boqaylik. Mushtaq qilsam bo'ladi deb o'ylagan vaqtlaringni qaysi yillarga to'g'ri keladi? Bu savolga javob bersam, bayam Sayfiddin ag'inam bu tarafda azroq yo'ritib edi. Men mushu 2005-yili shu chaqdan tortib sorunga kirib chaqchaq qilishni boshlagandim. U chaqlarda hozirgidek chaqchaq qila olmayman. Endi shu ustozlardan bir navbat assa, menga loyiq sorunlar bo'lsa chaqchaq qilib yuraman. Shu tariqada chaqchaq qilib yurib 2015-yilga kelgan chaqda bayam Sayfiddin degandek ishimiz muchunda bir qilib baqsaq adash dedik. Biroq muvaffaqiyatli bo'lmadi endi. O'zimizga yarimidi-ku. O'zimizga yarimgan narsa bo'ldi, bir şey qilib qolsin dedik. Uning keyin Xalmurat akam G'uljiga bir faoliyatga bordi, bir shirkatniki. Bu yerda Xalmurat akamga men shu sorunda bir lingchamiyo degan yumorimni eshitdi deb berdim. Xalmurat akam kelib urib ketgan meni desam, "Saran kensa" debchi. Ko'mli qo'ygan, "Ya achig'ib urdim hozir." Shunda payz bo'lib tursa, "Mushu seninki xosliqingga Ro'zaxon" deb Xalmurat akam bir yurak berib etdi menga. Uning keyin bu yumor bilib bilmay mening ruxsatimsizlar tarqilib ketdi. Tarqilib ketgandan keyin mushu bizniki Ablat Abdirim. Ablat akam atayin tilib urib tursa, "Sen mushu uslubni bir taraqqiy qilg'izgan bo'lsang, biz sendan mushtaq bir narsani kutib qoldik saqam. Mushuni cho'qim sen mush to'g'riliq bir izdin baqqan bizga burungi turmushlarni, qiyinchilik sharoitlarni rasmiy yo'ritib beribsa, degan keyin mushu asosiyatda mushu lingchamiyo degan yumorniki menga bergan ilhomi bilan uning keyin Sayfiddin ag'inamga bu ishlarni masalan bu ishimiz qaytidi yangi turib kirdik. Shu arliqda Xalmurat akam bilan telefon orqali uchirlashib turdik. Keyin biz buni boshlaylik deb G'uljida boshlamoqchi bo'ldik bu ishni-chi. Biroq endi ba'zi bir sharoitlarimiz yaxshi bo'lmadi. Shu chaqda mening ag'inam bizniki Faxriy shirkatining qurg'uvchisi Ro'zmamat pastda o'tirdi. Bu ag'inam G'uljiga berib qoldi. Bag'an kim buniga men shu maqsadimni deyman adash. Mushundaq bir plan bor deymanda desam, "Voy, zodi gap yo'q adash. Mush ishni sen Urumchida qil. Qolgan hamma biz bevosita G'uljidan Urumchiga kelsak, nurg'un qiyinchiliklarga uchraymiz. Mush ishlaringni hammasini asosiyatdan men sening turadigan uyingdan tortib, sahnangdan tortib mush ishni hammani biz hal qilaylik adash" deb Ro'zmat ag'inam o'tirg'i chiqdi. Rahmat adash. Qo'pamiz. Bir ko'rinish beraylik. Rahmat adash. Shuni bilan o'zimizni endi qolgan jarayonni yana keltirib deyman. Shuni bilan biz endi sal xotirjam bo'ldik-chi. Xotirjam bo'lib, endi sharoit bizga bir pishib yetilgandek bir purax berdi. Unisiga bu yerda tursak, Xalmurat akam bilan yaqin tura oladiganmiz, ustoz san'atkorlarimiz bilan paranglish fursati ko'p bo'ldi ekan. Meni qo'llaydigan o'sha san'at sohasidagi ustozlarimizning ko'pinchisi Mishada bo'lgandan keyin Mishada bir qilib boqaylik deb. Voy, shu maqsad bilan
Nimede жүрсен sen? Telefonu koyuverdim ha deydi. Aşı maksat bilen Seyfi'den işkimiz bir şey kelgen yağı. Şu Rozmehmet ağaynemniki bolup mu? Endi bumuş hem kısat bilen boldu ki. Endi bizim şaraitimiz endi taz yarı vermey kaldı bıçaklarda. Biz Rozmehmet'le değişip boğan ki az mezgildikin Seyfi'den Gulcu'dan Örümçü yenip geldi. Ben 3 ay dikin kelsem muşu sekne muşu mening seknem boqaptı emdi. Ha. Dastlab Seyfi'den bana resim tatip etgende bir bir kirsiniz qo'rqadigan bir yeti qop qorong'u 4 tomdan boshqa hech Bir şey yasatqa vaqtman bir ko'rinish evatgan sam vindani qo'yganda bu deb o'ylagandim o'sha vaqt. bir odam qo'rqitayotgan vaqtim deydi. Shada. Shuning bilan chiqib qoldi. Yurak paydo bo'ldi. Shundaqa. Ondan endi bu jarayonda oson bo'lmadi lekin, shundami? Bir ishni qilmoq oson emas-da. Men qiyinchiliklaringlar qanday bo'lganda qiyinchiliklarni bir xil mesela qiyinchiliklarni Ro'zaxon demak boshqa birisi shu qiyinchilikni desa biz deb bistash qilishimiz mumkin. Ro'zaxon desa kulib yetishdan ansirayman. Qanday qiyinchiliklar bo'ldi masalan Ro'zmamat mau iqtisodiy jihatdagi masalalar, andan keyin mau o'rindaymiz, mau masalalarni hal qilibdi go yigit, rahmat. Boshqa masalalarda mesela Xalmuratganmi qo'llab qilib berdi deymiz. Undan boshqa yana yo'liqqan qiyinchiliklar bormi? Qiyinchiliklarimiz bor albatta. Endi Seyfi ishlarni deyishimiz bu gapni. Biz qiyinchilik tatdiq desak, bekmi qiyinchilik tatmagandek. Hech qanday qiynalmay qilib oldik desak, endi o'zimiz bilamiz endi tatgan qiyinchiligimizni. Endi qiynalmadik deyishimning sababi biz bu yerga kelsak, bizniki turadigan uyimizdan tortib, sahnimiz, hatto shirkatning bizga Meşede mağdırgan maşinimizden tatlı bir şoförle uğraştık perde. Biz Meşede kıstırıp koşuk tegişlik mesela Rozmehmet Pəxri şirketinin bu savdogarlar mı laqib savdo fursatini yoki mablag' silishni bilsa yaxshi savdogar bo'ldi ekan-ku. Endi do'stona do'stlik yusining qo'llag'ini bu birinchi o'rinda turdi. Undan boshqa men mahsulotning yaxshiligini tunib olgan gap mabala. Yomon savdogarga qo'llasam bo'ladi ekan, mablag' solsam bo'ladi ekan, ma bo'ladigan mahsulotgan deb qarayoldi deb qaradim-ku, yomon majab ko'ramidim Rozmehmet savdogarni. Sizga apirin. Endi mundaq gapchu chaqchaq qilib dedik, lekin yaxshi narsani toniy oladigan ko'zning bo'lishimi bek muhim. Shundaq-ku, siz shuni qo'llasam bo'ladi ekan, boshqalarga xo'shallik bergan deb o'yladingiz. Onun boshqa shundaq bayqay oladigan hem itiraf qilib muayyanlashtiradigan bir tuyg'u, bir ko'z sizda bor ekan. Shuni sizga rahmat aytmasak bo'lmaydi bugun. Rahmat sizga. Endi men hamishaga kichikina bir to'liqlama bersam, Rozmehmet bilan bizning maishimizda Rozmehmetning olgan iqtisodiy manfaati yo'q. Bu aniq bo'lib ketgan yaxshi. Chunki Rozmehmetla men 2010-yili tanishib aloqani bo'lgan. Bu do'stligimizni hamda hozir hisob so'zlab desam, bir soatim tugatamayman. Bu ag'inamning xislati, fazilati, axloqi meni bak qoyil qilgan. Endi bu otishdan, men G'uljidan. Xalmurat akam bilan Abdullah akam endi ikkisi ikki jutdan shunday yaxshi o'tdi-ku, hammamiz havas qilamiz. Tillarda dastan bo'g'dak do'stlar bular. Bu Rozmehmet ishkimizdikimi do'stlik shunday. Mush ish qilganjaqda butun iqtisodiy mablag'dan bilan qo'llab berdi. Rozmehmetga men buningdan manda bo'lsa, atgan ishlar yaxshi bo'lsa demadim. Mushkam kelib deyiksiz. Endi ko'nglimda qilpagini o'sha Faxrining e'lonini qo'yib berdim endi. Balkim uni kutmagan bo'lishi mumkin. Lekin ilqi niyati yaxshi bo'lg'achqa, mushu do'stimni qo'llay deb o'ylag'achqa, el xalq chaqchaqlarini qo'llab, har millat xalqi kulishi uchun to'kib qo'ysam deb o'ylagan yaxshi niyati bo'lg'achqa, o'z bilmay, mau Faxrining e'loni ilqi hissiyat omili qo'shilgan esil e'lon bo'lib ketib qoldi. Hammamiz qoyillik ilkidiki qubutgan bir e'lon bo'ldi-da, bu ma e'lon ilqi pul xarjlagan e'londimi payz bo'ldi deb o'ylayman endi. Shunlashqa ishlayapsizlar. Lekin rahmatchimi bak suyundiq. Bir ishni qilaydigan vaqtda qo'rqma, men ba qilsang bo'ladi deydigan Seyfidinga o'xshash do'stlar, Rozmehmetga o'xshash do'stlarning bo'lishi bek muhim. Do'st degan bu bir hayotning bizga bergan bek katta sovg'asi. Buning nisbatan meningmi hissiyotim so'zlasam tugmaydi hamdi. Shunga o'xshash qani oxirini anglaylik. Rozmehmet o'yin xotirjam bo'ldik. Biz endi bu jihatlarda qiynalmadik.
Onun sırtida yana bir qiynalmagan yerimiz, biz bu yerga kelibla sayfidan chiqimiz sahnimiz bitgandan keyin bir 3 oyga yaqin o'zimiz repetisyamizni, paylayanimizni qildik. Qilib azroq ustozlarni izlamay turib, ustozlar azroq ko'rsatgidek bir narsani qilib elib, ining yog'i va nima moshoningga dab qolmasin deb avval azroq pishadiqchi biz. Pishirib bo'lib, hech kim gap qilmay qolmarat ekan, tilpovrida uysan, g'ibli yursa, g'ibli uchrab qolsa, nim qolsa dedi, shu aka tijoratni ish bilan dab qo'ydim demedim. 3 oy yurgimizni azroq to'xtatib olgandan keyin shunlar Xalmurat akamni uyiga izlab berib, aka shundoq bir planim bor de, musha ishda sen bir bosh bo'lib turib bergan bo'lsang deb oldi bilan Xalmurat akamga dedim. Desam bo'ldi deb shu kuni Xalmurat akam o'zi tashkillab, Ablat akam qatorliq, Mahmud akam, bizning ustoz aka san'atkorlar hammasini yig'ib mushta bir ish qo'pib turibzaxon. Men qipiralaydigan ishim mushu programmaga boshdan oyoq beshida turib birma. Sizlarning qipiradigan ishlaringlar nima bu so'zsiz bu ishni qilmasa qolmaydi degan keyin hammasi o'zi kuchli qipiralaydigan ishlarni vazifani ustiga elib olgandek hammasi bizga yaxshi ifoda bildirdi. Bu jihatdami qiynalmadik. Biz programmani qiynalmagan shunaqa yaxshi javob beradi men. Qiynalganni so'ragan asli. Endi qiynalganga endi kelma sen. Nima oldiray bu vaqtni nima yursiz? Endi mening qiynalgan yerim edi. Endi men kasbiy o'qigan aktyor emas. San'at maktabida teatr kasbini, aktyor kasbini bitlagan yerim yo'q meningki. Endi men shu so'rinni chaqchaq qilib, il xalqining qo'llashi bilan, quvvatlashi bilan bugunga keldim deb qarayman o'zimni. Shu jarayonda endi bizning o'yinimiz endi Toko show bo'ldi. Buni chaqchaqning qalbidan chiqib, ma reelsga tushgicha ras qiynaldim. Xalmurat akam keldi. Bugun dastlabki keldan boshdanroq deb berayamdi. Xalmurat akam kelmaydi o'tadi. Bugundan tortib men tekshirib o'tkazib olmay senikini deb. Meni o'ynaydigan narsam 4 soatlik narsa. O'tadi 4 soat o'ynab edim. Dahshat kuldi. Ertasi keldigimni yana bilmay, shunda o'zim shu kuni deplaytibman men. Ertasi kelib kulmadi qara. Qapoq turib sotda o'tgandek o'tirdi. Bo'lmaydi ya qo'ydinga shunda qochdi da ilhomim. Ya aka külpesem pevkulat külmeydiğen tamaşıbullarını aldık çıkarsan kadar kılsa sen. Açtak tamaşıbullan bağ bizde. Sen çokum muşunun terapiyonun ügünüş gerek deyip. Anne kendi bir yerde bezbir rollarını oynap çıkaramayım. Xalmurat akam şu jarayonda çıkıp öz oynap berdi. Manda kılaylı, men manda kılaylı sakam. Dedi ama lekin şunu dema üzem endi tirishdim buni japasini tatdim sayfidim bilan nurg'un vaqirishib ketdim. Bumuz ochiqlab baqdi. Lekin bir yaxshi bir qilib yetaylik, mush ishimizga bir mas'ul bo'laylik. Tomoshabinlarimiz bir mas'ul bo'laylik degan narsa bilan bu qiyinchiliklarni yengib ketdik. Ay. Chavakilamdami shega? Qiyinchiliklarni yengib ketdi. Xalmurat akam mushu sahnada sen o'ynab bersa, Xalmurat akam ayda o'tirib ko'rdi. Ikkinchi kun boshlab kulmaydigan bo'ldi. Ha, kulayveramdim degan. Qiziq gapdan nari kelgindi. Endi nima deydigan ustoz? Yolg'on kulsa deb yerib qoldik. Bir kun oldirash kelamay shiping to'nqada o'ynab edim Xalmurat. Bu Xalmurat akamning ustozi tush vaqasini bir anglaylamdi. Bunimi deplaytamdi? Ha, deplayta. Endi bu Xalmurat akamni ustoz tutish menchi bo'lganda hozir shu bizning G'uljidagi men dematlik men qatorliq chaqchaqchilarning hammasining orzuyi bu. Endi gap shu Xalmurat akam shogirdim deb qabul qilsa. Unda bo'lishi Xalmurat akam endi haqiqiy chaqchaqchi bu oldida maqtganlik emas. Buni men demisam xalqimiz biladi. Bizning G'uljida chaqchaqchilar choyxonasi deb Hissam kamdan tatib eng keyindikisi men 32 chaqchaqchini bizning Abdurasul Seyit degan akamiz chaqchaqchilar choyxonasida bir kitob qilib tuzib chiqdi. Shuningki oldidagi 5 chaqchaqchining ichida Xalmurat akam bor. Demak, Xalmurat akam chaqchaqchi bo'lmasa, u kitobga kirmaydi-chi? To'g'ri. Uyga kirgizdi. Uni sirtib kirib qo'ydigan. Ya, o mana jiramaga debla kirdigan bir choyxona emas, u mana cho'qim tegin surishtirib kirdigan ishqa. Ha, u Xalmuratning funksiyasidan men debla kirib qo'yilmaydi. Shunda bo'lmaydi. Shuning bilan ham Xalmurat akamning etudlarida bo'lsin, bayamada o'zing deb aytdim. Kinolarda bo'lsin, chaqchaq yug'urilgan. Uni sirtida Xalmurat akam bilan men nurg'un so'ringa borsam, shunda peyzi ichilmaydigina. Gapim yomon keladi. Shunda peyz pas chiqirib turadi qara. Muzikani chip bo'lgandan keyin oylantirib chaqchaq qilamiz. Ikkimiz bir temilan gidikina bir yerlardan tutib olib,
Acı özümüzün turmuşuga selelip şunda bir peyz alatda oynaymiz endi. Bu jihatdan çoqum men bir çaqçaqçı bolup süpünü bilen ustaz tutsam boludu dep qarayman. Endi bunu sen yani tepsilerek desem Xalmurat akam ikimiz bir jutdan. Jag'istaydan, Birimeldan. Xalmurat akamninki ayni vaqtki Olimjon bolum Olimjonning Bolumsizmi, Qirliq istakan degandek kinolari Şinjan'da zilzilik silyapatgan vaqtlarda biz Xalmurat akam bo'lib oladi shu chaqda do'rabchi. Cho'ng aysa Osmon dangal bo'lib deb aytib qiladi. Shu chaqda men oshpazlik o'rganayotgan vaqtimda bir kun keldi Xalmurat akam. Voy Xalmurat Umar kepti Jag'isayga mushu oshxonaga tamoq keldi-ki, og'ildir meshak bir dasturxon sapto deb u kuni oshxonada umum yuzlik bir yaxshi bir kayfiyat paydo bo'lib ketdi. Xalmurat akam keldi-ki deb qata turib oldi. Xalmurat akam saat 3lar bilan keldi. Shu qatada men turib bir ko'rishib oldim endi. Endi bek yaxshi ko'raman da Xalmurat akamni. Keyin 2008-yilda kelgan chaqda, o 2002-yilda men chaqchaqchi bo'ldim. So'rinlarda bardigan bo'ldim. Shundan Adhamda bir akamiz bo'tdi. Adham o'zi Urumchida Benjiyangda tijorat qildi. G'uljida nayt cho'ng maslahatcha o'tkazdi to'yda. Shuni Dilshod akam Urumchidan, Dilshod akam Raydan, Ahmad akam, Tashkam Tursun, Xalmurat akam to'ti keldi. U yerda men bor. Endi xil atqim chiqagan vaqtda chaqchaqcharoq mezgillarim. Chaqchaqchiroq. Chaqchaqchisiman halqi. Bakma emas. Ammo bugun bir ichil ketsam bo'ladi deb o'tiraman-da. Chunki Xalmurat akam bor deb yerda. Diqqat qilsanda. Mushu odam bir qarab baqsa bo'ladi menga degan orzu bor. Shunda so'rim boshlandi. Hesam kam bor, ustozimiz Heybek kam, Ahmad akamlar bor. Bir 20 minut, yarim soat atrofida chaqchaq bo'lib, qandoq kelib qoldi, bir mening qo'limga tushib qoldi bu chaqchaq. Titvit barma, kip bardi, gipim, chavak degan chiqyotdi. Bu kichikli bir bolada hamda o'sha 19-20 yosh vaqtlarim hamda. Biroq ko'zim ama Xalmurat akamdan qanday qilayotganda Xalmurat akamdan. Bunda qarsam Valikamning quliga nima dada aniqli meni surishtiryapti-da bu yerda. Kim u bu? Sap seriq marajundakli bir nima chiqmayapti. Qaz chiqarib yubordi bu yerda dedi. O so'rin tugdi, pastga tushsam Xalmurat akam o'zi. Oyoqdan kelib quchoqlab uqib bo'pti mening Jag'istayligimni. Tudaqni akamning bolasi ekansan qo'ysa deb. Mening dadam endi Xalmurat akamga ustoz yo'lliq. Mening dadam endi naqshchi odam. Voy ukam, bugundan tatib izdish jurayli saqam deb telefon nomerini berdi. Uchoqlarda undidarlar yo'q aka. Nim degan kamtarlik deysan-da? Men xo'sh, mening ustug'im shu. Shu so'rinning payda qilgani shu menga. Uni ya Xalmurat akam uchoqlarda g'uljiq bo'lsa, bir oycha vaqt atrofida turdi. Asosiyatda yozni g'uljida o'tkazadi. Shu jarayonda jiq ko'rishdik, yotoqlarga borma, ayrim tarbiyalan qildi saqamda. Ba'zi bir mo yumruqni mandaroq shaklda dapaqsang bo'lamdi ekan deb shu chaqda endi qo'l berishmagan bo'lsaqmi, mana ustoz shagird boshlangan endi. Ko'nglingda ustozim deb tunib qo'ygan. Ko'nglimda ustozim deb tunib qo'ygan. Endi o'chaq shagirdim demda men chattig'im yo'q endi axir dedi-ku. Shuni aytaq qilib shu jarayon o'tdi. Uni yog'i davomli Urumchiga kelsam Xalmurat akamni izlab turdigan. Xamad akamni uyiga bordigan bo'ldim. Turli kirma nampallarım bilan. Davomli maslahat tabriklarim berib turdi. Uning keyindan ma ishimizga kelganda rasmiy chapanni selib mashhad 1.20 oy atrofida ons Xalmurat akam ras aldirash odam. Aldirash bo'lmay qoldi. Ras aldirash odam mishay kelib o'tirib birinchida mening kayfiyatimni qo'zg'aydi. Ilhom berdi. Sen qila olayman, shunda payz bo'yotdi deb. Ay, to'tliq etdim. Ma davasiz sal yoniman dema endi. Voy, bo'ldi bu sakni mashhad birisi qolsanda deb ketishim mumkin. Saqam zodi yaxshi bo'ldi deb turdi. Azkin kechilarda tilib urdigan bo'ldi. 12larda. Ya, yilqi yerini manda qilsa qildiki, oshni o'rniga ma gapni ishlasa ko'pdika Ro'zaxon. Buningdan o'shiq bo'lmas endi ustoz degan. Shuning bilan programmani tayyorligimiz bitta. Mush Xalmurat akam belgilab berdi programmani suratga olgan kunimizni. Chunki mening ideyalimda mush Xalmurat akamga yarab, mush ustozim bo'ldi, endi o'ynasang bo'ladi degan kuni qilsam, balkim bir cho'ng bir masala chiqmas degan ideya bor da menda. Shular 10-oyning, 11-oyning 18-kuniga bekitib qildik. Shu programmani suratga menda jiddiylish bor endi. Birinchi bo'lib kelgan telefon yana Xalmurat akamdan keldi menga. At degan uribdi. Saqam bugun to'ying bo'ladi hisobda. Men qandoq kulama deb tayyorlik qilyapman azadi. Bek kulib yetma bugun unisiga tomoshabinlar bilan bu boshqacha bo'lib ketdi sen. Bugun tushkichilar arimingni ilib hech nima qilmay yaxshi deymingni al. Tushdan keyin ko'rish men baldiroq boraman dedi. Xalmurat akamlar sizlar pastda o'tirib edinglar herhalde. O'zim o'ylaganimda o'shaqara qilib oldim.
Çünkü bunu Seybi'den his kılalaydı. Biz kitap yüzüde yazgan materiallarımdan sırt nurgun gapni koşup ettim çö müşede. Ha. Tayyorliqqandan sırt nurgun narsa naq maydon Naq maydon biz bilib turdik naq maydon. Demek endim Ben birini tapdım da qaldı men degan. ay peyleyen degenler asasiyatın şu jak çıkıp kaldı. Demek şu Xalmurat akamның küçü bilen, Xalmurat akamның qollap berişi bilen şu işini qılıp aldım. Hazır endi ras ustaz şagirt bolduq. Mening hörmetim til bilen tasavvur qilsiz çoğ. Onun sırtıda endi müşet bir dep ötey. Biz müşü milyar sahnesini biz surat geliş jarayonida men 6 ay mesle çay toy tökünge barmay hatta uyumga men 2 oyda bir edim berip endi müşedi qildik müşü işimizni saypeden işkilen tuduq. Bu jarayonni Xalmurat akam bayamqidek üzlüksiz yetekçilik qilib berdi. Programmani suratga ip olib tarqalmay turib Xalmurat akamlarniki küldür programmasi surat geliş başlandı. Abdullah akamlar bilan Xalmurat akamlar ustoz bahalgıcı. Şu yerga endi bir riyosatchidan birisiga bo'la ehtiyojli bo'lib Xalmurat akam meni ko'z tutdi. Çokum rozaxon qisi bo'ladi shu riyosatchidan keyin ular ukam dedi ma'qul deb riyosatchiligini qilib birdigan bo'lib shu kuni bir 3 soatlik suratga oldik. Men riyosatchi Ramila Hüseyin bilan. Endi mening bek charchab ketsam qo'zg'ilgan ma börekki toshchilgan bir og'irg'im bor-ku. Şu günü ip bulduk. Etiyen saat 8'i yanı başlayıp sürat almamız deyip vədilen berip eti kişilerini uğurlaştırıyor deyip geldik. Bunlar bizge yatığımızını uğurlaştırıp edi. Seyfedin işkilen bir yatakta. Şu günü keçide saat 2'de benim börekli taş bozulup ketip. Doktorxanada resmin bana evetken resmin ularını evetken deyimler. Baramayım edip. Şu çağda Seyfedin doktoran apadı. Et degende birinci olup yani beni yoklap kelgan adam şu Xalmurat akam. Nima bir xil suyumlik ustaz. Oy, bek ağrıydı. Hem de o silahının bölgenler taş düşmüşsün. Hem de iş kılıp zade yaman ağrıydı çoğu. Onunla çünkü itiz işilgendek adam yeri gitdi çoğu. O toxtuğuca. Yatattım, yatakın işi oçuk, saypedim var. Xalmurat akam koyakta rozaxonda bizim yeni de kirib atıdı. Kolda tılpın bir doktor bilen sözleşip kirib etipdi. Mening keselim üstüde. Özün alağını doktorlar barda, saqamışda bir akam vatdi, yeşiyada şunu hazır baraylı dedi aka. Endi manga ayada bir türküm doğru okul qildi deb jag'dayim etdim. Bir chatdan pishonamni tutdi. Qaynoq sularni quyib berdi. Shunda bir ta'sirlandim hamda rasmiy o'zimni bir qo'saq akam balkim shunchalik qilar dedim. Ustoz shogirdlik munosabatimiz endi mushundaq davomlashmayotdi. Unda olsa rahmat. Unda olsa Xalmurat akamninki rozaxonni qandaq yetakliganligi, onunkin Sayfiddinninki rozaxonning mush ishlarini, nimishlarni qanliqlarini yani davomli mo'nishimiz arliqda biz yana mush mukofotlik chek tatish faoliyatimizni yana bir qatim appasaq bularmikin deb o'ylab qoldim. Qadrli to'rdoshlar, ko'rayotganlar bo'lsa, ko'znakda, alkuyuga tava barliq taratqularda shundaqlar tak bevosita tarqitish sifatida bir vaqtda naq maydondan bevosita ko'rsatilayotgan milyard kulki sahnasining axborot e'lon qilish faoliyati. Ya'ni 5 ayının 13 günüden başlap milyard külki sahnesi Köznek App Digital'da ko'rsatildi. Köznek App Digital'ның abonentleri çoxum bək xoşup getdi deyman. Texmi qolaylık boldu ko'rishdə bə. Köznek App Digital'da ko'rsatilishga başlaydı. 5 ayının 13 gündən başlap çıma köpçilik. Onda olsa yana çek tartışını başlayımız. Qadirdanlar, muşu hazır ko'rayotgan muşu Jiboninki astidagi inkas rayoniga pengli tushga bir raqamini eng tez suratda bassanglar, birinchi o'pmush raqamni besib Köznek rayon, inkas rayonida ko'ringan do'stlarimiz mukofotga erishdi. Eng oldi bilan mukofot tanlaydiganimiz bo'lsa, Köznekning oylik a'zolik mukofoti. 3 2 1 Uy, geldi. Mana ko'pchilikka degan bir ismiga mau degan do'stimiz
mukofatga erishibsiz. Oylik ko'znakning oylik a'zolik mukofoti muborak bo'lsin. Unda qolsa ko'pchilik endi yillik a'zolik mukofotini talash bosqichiga kirdik. Inkas rayoniga bir raqamini jiq qilib eng tez suratda yo'llasangiz, kimning birinchi yo'llagan inkasi shu rayonda ko'rinsa, mukofotga shu do'stimiz erishadi. Qani undaqda 3 2 1 Oh, Kelly. Bu dostumuz kimga deganda Kaysar o'xshamamdi. CAESAR. Kaysarmikin deb o'yildim. Ashu mau mishakirga abun ismiga. Ko'rwas bo'ldim mana. Ismi to'liq tasbol ko'ras. Bola keldi do'q qiz bir qizchaqmi, efendim ishqilib birsing balsi. Uni senaqa amma bo'ldi ekan. Muborak bo'lsin. Telefon nomeringizni qoldirishni unutib qolmang bizning xizmatchi xodimlarga. Mulozimat rayoniga deyman, mulozimat rayoni bilan aloqa qilib telefon nomeringizni qoldirib qo'ysangiz, ko'znakning yillik a'zolik mukofotiga erishdingiz. Demak, milliard kulki sahnasini bir yil mushu ko'znak aptitaldan haqsiz birinchi vaqtda ko'ra olasiz degan gap. Muborak bo'lsin. Endi ko'znak kino qutisi mukofoti 460 net jo'nka kino qutisi. Undaqda Inkas rayoniga bir raqamini eng tez suratda yo'llasangiz, mush mukofotga erishish ehtimolligingiz shuncha yuqori bo'ladi. Xo'sh, undaqda 3 2 1 Pek chaqan keldi-ku. Mau ayak 手机用户2597 2579 degan do'stimiz ko'znak kino qutisiga erishdi. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Telefon nomeringizni qoldirishni unutmang. O'zingizning ko'znak kino qutisiga erishganligingizni eskartib, telefon nomeringizni qoldirishni unutmang do'stim. Muborak bo'lsin. Ko'znak aptitalni davomli aralab ko'rib turishinglarni umid qilamiz. Shu bilan bir vaqtda ko'znak aptitaldan milliard kulki sahnasini davomli ko'rib turishinglarni, qo'llab berishinglarni, qimmatli taklif fikrlarni berishinglarni umid qilamiz. Undaqda ko'pchilik endi biz Filot Malikisi degan nom bilan hammamizning qalbimizga o'rnab ketgan. Mening tuyg'umda uning ismi tilga ilinsila bir maybuyoq rasmi ko'z oldimga keladi. Chiroyli qizilgan bir qizning maybuyoq rasmi ko'z oldimga keladi. Hammalar mendan yilqi filot chalgan chiroyli do'stingiz deb so'raydi. Demak, Ruqiya o'zining ismi bilan tanilishga tegishli bu Ruqiya ismidan bakrak o'zining go'zalligi va bu muzika chag'andagi shu qiyofati xalqning qalbiga bak o'rnab ketgachga chiroyli ismini, chiroyli qiyofati besib ketib, chiroyli filotchi qiz degan nom bilan turaqlashib qoldi. Biz Ruqiya Dolqinni sahnamizga taklif qilamiz. Qayrindoshlik mehri bilan bugungi so'rinimizga o'zing so'g'itni olib keldi. Qarshi olamiz Ruqiya. Sevimli Ruqiya.
Rahmat Ruqiya. Bizga mushu kulki chaqchaqlar bilan to'yingan sahnimizga bir badiiy tuyg'u ato qildi, bir go'zallik ato qildi Ruqiyaga. Rahmat etimiz. Ruqiya do'stimning texmi go'zal bo'lishini, mushu san'at hayotining sahnalarining texmi parlaq bo'lishini bak umid qilaman. Hammalarga go'zallik haqida, mehr muhabbat haqida, bir ayollik latofat haqida, tirishchanlik, kasbkorlik haqida ulgu bo'layotgan suyimli Ruqiyaga yana bir qitim rahmat etimiz. Rahmat. Hozir endi miyada tomoshabinlarning savoli bor ekan, men to'rdashlarning-chu. Qani, mana nimishqa milliard deb ism qo'ydinglar deb so'rabdi. Mushsal jiqroq ekan, men bizning bolalar mas'ulni so'rayotdi deb avat qo'yibdi menga. Qandaq javob bersalar, hisobmamış aka. Sen Endi tuyuqsib qoldi bu savol. Biz bu savol to'g'riliq o'ylashib baxmabdik ekan. Endi kulki azib qolmasin demoqchi bizning maqsadimiz-chu. Jiq bo'lib qolsin. 1000 tal, 10 000 tal, 100 000 tal deb yurgandan milliardlar o'tib ketsin kulki. Hammamiz jiqaroq kulaylik, ko'p kulaylik degan shu maqsad qo'ygan ism. Demek ki sizlarning nazaringizda eng cho'ng son milliard kanda. İlgi kimlarga 10 davoldigan, 10 dunyodagi eng cho'ng son deb o'ylaydigan ba'zi bolalar 10 deb davoldigan. Shu o'xshash hozir amush milliard deymizmi, jiqlarimizning nazarida eng cho'ng son milliard aytdimizku. Demek o'tgan bir sanab shu milliardgacha sanab. Shu deyman. Nima jursasan? Demek bo'yliqi sonning kulkining miqdori, kulkining jiq bo'lishini umid qilib qo'yilgan, kulkiga qartilgan son, pulga emas. Ya, nima deb yursasan? Endi boy deganga o'xshash nurg'un do'stlarimiz menga havola qildi, kelmaganlar. Endi shularning qatorida Nunisa Abbas xonim, Nunisadan bugun kelmadi, alayda bir xizmat bilan bo'lg'ashqa o'zining ko'ngil so'g'isini aytibdi. Nishada qabul qilib olaylikmi? Bu günlerde Nonisa'da məqançosun başqa yerə havalı qılmaydı da Aynuri Gülçilikə havalı qılıdı iniqlam. Aynuri Gülçilikə çiraylıq güldən birini təyya qıldı da tezdən yetkiziş maşinasidan əvətdi. Bugün naq meydana yetib keldi. Kirəmisi gəp qılayvermə qaçan kirgiçə. Şu gül kəldimi? Nonisa'dan işqil güzel tiləkləri şu gül bilan birli keldi deb qaraymiz. Ekran aldidagi aziz qarindoshlarlar naq meydandagi aziz mehmonlar hammanglarga Nunisa Abbasdan mehrli salamlar bo'lsin. Bugungi Alkuy to'ri orqali milliard kulki chaqchaq sahnasining ekran aldidagi aziz qarindoshlar shundaqlar naq meydandagi aziz mehmonlar hammanglarga Nunisa Abbasdan mehrli salamlar bo'lsin. Bugungi Alkuy to'ri orqali milliard kulki chaqchaq sahnasining axborot e'lon qilishiga xizmat sababidan qatnashamay qoldim. Inim Rozaxon mushu bugungi faoliyatingizki nayt g'albilik bo'lishini umid qilaman. Shundaqla Shamsiya Abaydulla riyosatchiligida. Chunki men eng hurmatlaydigan ilim ma'rifat uchun, adabiyot, san'at ishlari uchun o'zininki bir kishilik to'hfasini qo'shgan hurmatga sazovar Imin Ahmedi ustozimiz mubokan. Hey Rozaxon, sen nima degan aqlliq, nima degan yomon aysan? Ustozim, sizning teningizga salomatlik tilayman. To'g'ri yashida yashag'aysiz, ishlaringizga utuq tilayman. Sahnasininki axborot e'lon qilishig'ini da hammamiz bek yaxshi ko'radigan, hurmatlaydigan mening shaxsiy akam ustoz san'atkor Xalmurat Umar akamizningki sening kasbiy yo'llaringga kuch madadlarni berganligidan intayin faxr. İşlərinizə utuqlarını tilayman. Ömrünüz uzun bo'lsin, teningiz salomat bo'lsin. Sizni intayin yaxshi ko'ramiz. O'zi oq ko'ngil tirishchan sayfidan inim Rozaxon bilan bo'lgan hamkorligingizga ko'z tegmisin. Chaqchaq sahnasining yuqori pallaga ko'tarilishi uchun kuch berayotgan Shamsiya Abaydulla singlimga, Kerem Abbas inimga, Dilara Abdushukur singlimga, Ruqiya Dolqin singlimga Rozaxonning nomidan sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman.
bir ikki xizmatdashim seninki bugungi mushu faoliyatingni tabriklab, tabrik so'zi avatibdi, qabul qilgaysan. Oxirida deydiganim, dunyo nega bormoqchi ekanligini biladigan kishiga yo'l bo'shtib berdi. Milliard kulki chaqchaq sahnasining bundan keyingi ishlarga zo'r utuqlarni tilayman inim. Ro'zaxon, ishlaring utuqliq bo'lsin. Yaxshimizlar ko'pchilik. Men Darvoz Ablat Majin. Ataqlıq çaqçaqçımız Rozaxon Tudaxonning 5-oyning 11-kuni o'tkazilgan Milliyat kulki sahnasi axborot e'lon qilish yig'inining g'albilik bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Yaxshimi do'stlar, men Palakshaya Alloshurdin sizlarga o'tliq salom. Faxrlik kulki cho'lponimiz Rozaxon Tudaxonning 5-oyning 11-kuni o'tkaziladigan kulki sahnasi programmasining axborot echilish murosimining muvaffaqiyatli bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Nunisadam o'zi kelmagan bilan, lekin ajoyib katta so'g'atdan birini avatibdi. Uning ustiga pek astoydil muomala qilib, Nunisadamning mushtaq xiyallari pek odamni suyundirdi-chu. Adamning pek odig'ini chiqarib, bir ishlarni voyaga yetkazib, oyoqdan oyoq o'tkazib yutdi-chu bu shundoq. Ilaqay amaliyotda bizni tilg'amizmi bo'ladi, Ilaqay ko'ngilchakligidan, ko'ngilning yaxshiligidan hammamizni birdan tilga ilib, bizga ilhom madad berayotgandan bek suyunib ketdik. Ustozlarga bildirgan hurmatidan bek suyundik. Eng muhimi bu yerdagi qo'llash degan so'z bekrak salmoqni egallaydi deb qarayman. Nurnisa Abbas xonimga, suyumlik Nurnisa adamga Nurnisa o'qituvchi deb qo'yman, mening naqshjiyatdan chiqmish tarbiyalab qo'ydi shu Nurnisa adam o'qituvchi deyman uni. Chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Nurnisa Abbas xonimning guli yetkazilsin. Aynuri gulchiligi ta'minlagan. Rahmat, asha qilib qo'ysang bo'ldi. Rahmat Nunisada, agarda shu ekran oldida telefonda ko'rayotgan bo'lsang, naq maydondan tarqitishimizni, shu naq maydondagi hammamiz senga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Bag'anli yeringga nur taqitsan, xushallik tarqitsan, mehr muhabbat tarqitsan, shunda qo'llashlaring bilan bizni suyundirsan, seni bek yaxshi ko'ramiz. Rahmat Nunisada. Rahmat. Endi yana suhbatimiz kirgitaylik, birdan keyin san'at numurlari bor. Xalmuratga bayan bek chiqdi ishtiq masalan ki bunun qılıqı chiroy mimiksidimi biz qaraymizda chiroyga andan keyin aktyorlik jihatda o'rnash jihatlarda bir narsa qo'shilmasa manda utuqliq chiqib ketishi notayin aka buni ilqi muayyanlashtirmasak bo'lmaydi. Xalmuratgam o'z kamtarlik bilan men azroq bir chiqib beraman chiqib beraman deyish mumkin, biroq Ro'zaxon deganga o'xshash Xalmuratkamning milliyat ko'p sahnasidagi roliga hargiz sal qarashga bo'lmaydi. Birinchidan, agar Xalmuratkam hech nima qilib bermagan taqdirdimi? Agar hech nima qilib bermagan taqdirdimi, Ro'zaxonga ustoz berib, bo'lib turib beribdi degan gapning o'zla yetarlik ma'vu darajaning dangtini ko'taradigan bir ish mavju. Shundaqku marka bu Xalmuratkam degan. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala endi o'xshash kasbchilarning o'zidan keyin yetishib chiqqanlarni qo'llashi albatta bo'ladi, lekin manda qo'llashning bo'lmog'i oson emas. Bu jihatdanmi biz Xalmuratkamga olqish yangratmay turolmaymiz. Chin yuragi bilan ham ustozlik, ham akillik majburiyatini o'tab gezi kelsa aka bo'lalgan, gezi kelganda ustoz bo'lalgan mundaq suyumli Xalmurat akamizni biz yaxshi ko'rmay turamay, amal yo'q akasini shuni yaxshi ko'ramiz biz. Mushta isil tursang, andan keyin ash o'tirib, chunki kunduzda ishlaydi, xizmat aldirash, uya bu yerdan ham hurmat, ehtiromlar bilan taklif qiladi. Bordigan yeriga uning ustiga Xalmuratkamning yana bir tarafi Xalmuratkam bek yaxshi dada. Nayta mas'uliyatchan bek isil bir dada. Biz ilqi qo'shoqqa ketib aytsak bo'ladigan, ilqi faxrlansak, oldiga tizsaq bo'ladigan dadachu. O'ziga tushdi ajoyib suyumlik, muhabbatlik hikoyalari bor. Shunlashqa biz Xalmuratkamni bek yaxshi ko'rdik, yaxshi ko'ramiz. Ham Xalmuratkamga chin yuragimizdan yaxshi tilaklarni tilaymiz. Mehr baginiga, Ro'zaxonni tarbiyalab yetishtirganiga, Ro'zaxonning mush sahnasiga kuch baginiga, nur baginiga, natij utuqlarni baginiga
bək rəhmət etimiz. Şundaqqa Rozaxın müşkəplərini deməkçidin sən şundaqqa mən sana vakaldan dəb bərdim mən ədələməyəvatsan. Nim dəb жүрsən sən? Şu xalmatqanında qandaq yetəkləyəndə dəstət köyən vaxt küllü dedi qoyamdı. Küldün axçan xoş buldun aka. Mən xalmuratqamni hamdi suyuniş ilkidən muşufqamni səhnəyə çıxarsam buladı ekan. Muşunu mən çoxum iştirib xalqni küldürə alaydigan, keng dairədə külki ata qila alaydiganlarga apasam bo'lgan deb o'yladi deb qaradim. Endi dastlabki ko'rgan vaqtida, seni izlab kelgan vaqtida, uniki mashqlantirish jarayonida qaysi tarafga bakrak kuchiding aka? Rozaxu inim shu abiyab o'zi deb o'tdi bir cho'ng so'rinda buni chaqchiqigina aytdi. Ajab bir jo'shqin bir bola ekan bu. Kichikina bir bola, ajab bir deb ashada abda jag'istalik kelligini uqdim. Uning keyin bizning ustozimiz Tudaqna akam o'g'il kelgini qilib shunda bir qo'shib ketdim o'zi deb berdi. O keyin lingchammiyo deganni ko'rib biz u chaqda tuvanda o'yin qo'yib o'tdik. Avtobusda vallahi bir narsa chiqibdi, qalbiratga ko'rdingmi Rozaxonni deya akalar ko'ray dedim. Bak kulib ketdik-da uni. Shunda bir bak u kunimi shunda ichilib kelsa o naq maydonda-chi. O'rindiqdan tushib ketganlar bor, aka kulib. Voy bak kulkulik hamdi u. Shuning bilan hajab yaxshi bo'pti. Ko'nglimda shu vaqtidami Moshuni sahnaga chiqadigan narsaga Rozaxonni bir kuni ko'ngliga keldi-ku, shu buni cho'qim qildi buni dedim. Rost degandek aka mashtah bir tayyorliklar bilan keldim. Bir ko'rib baqqan bo'lsang dedik, ko'rib. Dastlabda bu degandek shundan kuldim. 4,5 soat kulibdim men sizlarga o'xshash. Onun keyindan endi talabni cho'ng qo'ymadim. Kasbiy nuqtadan talabni cho'ng qo'ysam bo'lmaydi. Ammo diyaloglar bir-birisidan qiziqda. Buningga biz sahnanki qoidasi bo'yicha, talabi bo'yicha mingish turish, ana keyindan har bir nuqtada bir to'xtash, ana keyindan ulash degandek talablarni ko'p qo'ymadim. Ana keyindan harakatga talab qo'ymadim. Azodi bo'l. Bu so'zni bizga azod yetkazmasanglar bo'ldi dedim. Rozaxonninki amdiki sakda xizmatlarda ham ustoz bo'lish sifatimiz bilan talabni qattiqroq qo'yamiz. Ham talabni qattiq nimishga deganda bu shu mening ko'p ko'ginim hamdi o'zbeklarningki Hojibay, Mirza, Obid, Paltibay deydigan söz oyuncuları var, qiziqchilar sahnada maxsus sahnada. Men bularnikini yomon jiq ko'rgan. Lekin biz sahnada kasbiy dars ilish jarayonida söz oyunning ayrim talabi bor. Mandaq shaklda vaqtlimachilik kontrol qilamiz. Kulkining orlig'i mandroq bo'lsa bo'ldi. Bek uzun bu kes bo'lmaydigan talablar bor hamda. Shular o'tgan o chatninkini ko'rgandan keyin o'zim bir yig'inchoqlab qoldim ko'nglimda. Mandaq bo'lsa bo'ldi ekan deb. Onu kendi sinab oynab baktık. Bu yaxşı çıktı. Hem de demekçi bo'ldim, mushu o'zimda bağ bo'lgan, o'zim to'plangan. Manda bo'lsa bo'ldi kedik bir liniyaga. Rozaxon shu liniyaga hamda kiramiz. Hamdiki yo'llar mushu yo'l liniya bilan mangadi. Ishonimanki Rozaxon birdan bir to'ko'shuvchi bo'lib qoldi. Şunun qaraganda Xalmuratgam Rozaxonga ustozlik rolini o'tash jarayonida o'zining tutgan yo'lini o'rnak qildi deb qaradim. Chunki Xalmuratgamning rol elishi ajoyib tabiiy. Bir qilibqa kirib olgan emas yoki bizga bir mani mashq qilib chiqqan degan tuyg'uni qat'iy bermaydi. Hozirlik o'rinlayotgandek bek tabiiyda, anda bek yiqishliq. Ommibop. Şuna bu qaşqı biz bək yaxşı gördük. Şuna senimi çəkilməy, özəngnin xaslıqın bilən maң, qanç təbii bol şunca yaxşı degini bək alqışlaşıq tegişlik tərəfi bopdu deyə oyladım. Əgər seni bək kəsbi alətki əqirib alsa, ucaqda xaslıqın yoxab kitib, birisiga ito sözləb berib atqandakla bir tuyğu berib qoyuşı mümkün. Şuna maka. Şuna təbiilikni saqlab qilish tələbini qoyğunu bək yaxşı oldu. Bunu degan texim payız olub ketidiganligidan dirək bədi. Endi bundan keyin texim qiziq narsalarni ko'rganmiz. Ikkinchi bo'limida bak qiziq mazmunlar bor endi. Ayliqi bu laqatadigan yerlar bor. Qanday kulib ketasizlar, to'rdashlar. Ayliqi velosiped kimda chiqadigan yerlarni Xalmuratga o'g'it qo'ydi dedim-ku, masalan, o'shalarni.
aslında kızık yerleri var. Onu bazı meselelerin küçük taraflarını biz bir taraf kılamazlığımız mümkün. Muştaq yerlerini bir ustaz zorunda tutup Xalmuratkamning jiq sahne ko'rgan tajribelik bir ustaz bo'lish sifati bilan o'zi bilan o'xshash kasbdagi o'z qilmoqchi bo'lgan ishni voyaga yetkazib qilish irodasi bor bir yigitni mushunda qo'llay olishning o'zi bir isil fazilat. Biz qadrlashga, hurmatlashga tegishli bir taraf deb qaraymiz. Xalmuratkamga hurmat bildiramiz. Nima deb yursan sen? Sen qanday qilding shuning bilan? Anandikin bu jarayonda seningmi rolingga sal qarashga bo'lmaydi. Mushu xalq qiziqchisini bir talk showchi aylantirish jarayonida sening turtkilik rolingmi cho'ng deb qarayman men shaxsan. Sen o'zingni mening rolim cho'ng deb qaramsan, kamtarlik qilib men onchi rol o'ynadim deyishing mumkin, lekin qaysi chatni rol o'ynadim deb qaraysan. Lilla aytgan vaqtda. Lilla. Aldı bilan ağinamning meni o'sha milliard sahnasiga rejissorlik taklif qilganiga rahmatimni bildiraman. Bu menga nisbatan bir fursat bo'ldi. Shu sahnaning qurilishidan tortib oxirgi qitimliq shu programma suratga ilib chiqishi o'g'arliqda boshdan oxir men o'zim shu ishning peshida bordi. Men o'zim san'at uchun teatr o'qigan aktyordim hisobda. Ben ustazlardan algan, şu yerda algan bilimimni köpünçe muşnanga müşahede işlettim endi. İşiltib aldım. Bu mağın nisbeten bir fursatda. Ustaz Xalmuratkam bununla ustazlık kıldı. Mağın nisbeten bir yıllık bir tecrübe toplaş yaxşı oldu da. Muşu jarayonda biz planlarni birga tuzishdik. Aş planlarni birga hal qilishdik. Yig'ib aytgan chaqda nima degan chaqda har bir ishni birga qilamiz, birga ib boramiz deb natija kuchudi. Shu Xalmuratkam kelib, ham 2-chi bo'limida bir ko'rinish bor. Shu maturga yo'linib ishti bilan deyiladigan bir dialog bor. Shu yani Xalmuratkam kelib bu o'ynayotdi. Xalmuratkam ishkaylar tuvanda qataz qamlashtirolmadi. Yani oynaydı qamlashtiramadı, yani oynaydı qamlashtiramadı. Saat 1'ye ketib bo'ldi, kechib ketdi. Shundan bilan Xalmuratkam saybidan "Mani cho'qim qilibsan, san topshirdim mani" deb ketdi. Ammo buning bilan kech soat 10 ko'p ketdi. Ya sen ya mo'shunchilik ishni qamlashtiramamsan, manda qilmamsan mani. Bir bo'ldi, 3-chi qitimdan keyin shunga kelib bir-birimizni so'qashdik rasman. Nimda yursan sen deblar. Vaqirishib ketdi, qattiq vaqirashdik. Amda bu qilmayman deydi. Bo'ldi, qilmasak qilmadik. Voy, bu dahshat chiqishdik bir-birimizga. Shuni bilan amda tashlab qo'yib ketmaydi, bilmayman buni. Buning bir yaxshi ko'radigan yerim bu mas'uliyatchanchi bu. Eng qisqasi shu mushning bilan mushishni qilish jarayonida maslahatchilarga bilib berib qoldim. Faaliyetlerge bilib berib qoldim. Ba'zida meni ip badi adash 3 oy oldu, 4 oy oldu paylan qilayotganga bir ko'rib boqaman deb o'zgarish bormi deb. Shuning bilan shu jarayonda bu ba'zi bir maslahatchilar bor. Bu maslahatchilarda tartib buzilib ketgan ba'zi bir ahvollar bilan kechib ketadi. Buningga so'z qilish fursati kelmaydi. Ammo bu va'da qilib borgan maslahatchilar 10 bo'ldi, 11 10 bo'ldi. Shuning bilan soat qarab ketimiz kechib ketdi desam to'xtabdi deb, yani 1,5 soat 15 minut ashaning tartibini akilib, bir palliga chiqarib qizdirib o'tmaguncha ketmaydim o. Mas'uliyatchi. Men keldim, cho'qim qizdib o'taman. Hamda shu vaqtdan boshlab bo'ldi, buning may bo'ldi, bu ishlarni tashlab ketdi. Yo'q. Bo'ldi, unda asta aram olaylik deb men chiqib ketdim. Chiqib uyga chiqib, o'zim shu uxlab qoldim. 1,5 soat 3larda qopsam, buni uyga kirsam yo'q. Telefon qilsam, telefonni olmaydi. Buningga nima bo'ldi? Bu ansizchilik bo'ldi deb. To'xta, men bir ishxonaga chiqib boqay deb madrabdan kirdigan ishkish bor. Ishxonaga chiqdim bu yoqdan. Chiqsam, burnining ovozi chiqadi deb. Vatildi. Ishxonada bir tomaynik bor. Ko'tirib akiryaptim yerga. Bu miya turib, boshdan qarab so'zlayotdi. Ishnikchi morsam, xeylalar obdan kelib qopti talabga. Voy, bu ne dedim? Bu meni ko'maydi kirdim. To'liq o'ynab o'tdi.
bir xil hayajon paydo bo'ldi da menda. Bu nemanchi tirishjon bugun deb javob chivetdim. Bunda qarab bu ha dedi. Yani yadmıdı. Yamanlaqlıq iş kelimiz. Şu keldim, kelsem bir şey kelgen zaman aldım jüdep çıkıp kucaqlab aldım men. Adaş. Men qanday qiliman? Mana biz ko'rgan qiyinchiliklar shu qiyinchiliklar. Abiyam degandek bizni iqtisodiyotda hech qancha qiyinchilikqa uchramadik. Ro'zmehmet og'inimiz haqiqatan sharoitni yaxshi qilib berdi. Biz mana mushu qiyinchiliklarda mushu bo'pmi mushu mesela naqsh muzikani mesela bir muzikani ishlab uni to'g'ri akilib bir qilib bo'ldi kasakniga chiqib uni shu qilib bo'yicha shu yo'lni shucha ipmasi bo'ldi lekin elastiklik noiti kuchlik bu to'qo'shuningki og'irqi sakniga chiqquncha bu o'zgarish bo'ldi ekanda yo bir gap qitilib ketadi ekan yo bir qancha harakat qitilib ketadi ekan buni tutib olg'in olmaydi ekan. Hamda mushu qiyinchiliklarni bumi qiyinchilik hamda bo'ldi hamda gap qatma degan olmaydi ekan qiziqchilik gap bo'lg'ashqa. Şu an muşlarını biz yiz kıldık. Hem muşlarını yeni bakaylı deyip duruştuk. Hem anneannevi çakçak usulümüzni, konularını ki, çoğunlarını ki. Hem şunun varız kılış asası da yeni zamanevi özgüçü boğan bir çakçakның bir yeniçe bir varyantını bayqa bakaylı diyen bir arzuyumuz. Şu hamdi. Yaxşı sözledin ki mening so'ragan savolim sening roling nima bo'ldi degan savoldi. Endi men oldidagi javoblaringni yig'ishtirib kelsam, sen yana shu maktabda o'qigan kasbingni ishlatib, shu rol ilish jihati bo'lsin, mataraflarda yana yetakchilik qila olabsan. Undan boshqa men rejissyorlik jihati moslashtirish xizmatlari bor. Buning dahi jihni demeding sen. Nima deb yursa sen Ro'zaxon o'zing ma kasbga munosabatlik sahnadagi tayyorligini qilgan bilan sen boshqa kaynidagi moslashtirish xizmatlarini rejissyorning ishi jiqda operatorlarni o'rinlashtirish, tanlash qatorliq nurg'un masalalar bor. Bu deb kelsak ish jiq. Hadi endi Bashirga Sayfiddinning javobini ozroq to'liqlab qo'ygim keldi aka. Biz endi hozirmi diyorimizda nurg'un programmalar bo'lyapti. Bizning G'uljidami yaxshi programmalar chiqyapti. Sayfiddin ishkilan qarasak, asosiyatdan bularningki tendusida bir 10 dan yuqoriroq odam bilan qilyapti. Biz bu yerda asosiyatni Sayfiddin ishkilan dalilin keldik. Biz bu yerga kelgandan tortib bizningki Chimbuloq to'ridagi og'inimiz Nurmamat, Dabchi og'inimiz dab o'qituvchisi Dilshod, Abdusalom qatorliq bolalar bizga bek yurak berib, mushu bizningki bir a'zodek burundan shu xatni to'xtam tuzib etib, biz bilan birga yurish birdigandek vazifasi bordek holatda qilib berdi. Endi mushu bolalarga mushu fursat og'ilarimga chin yurgimdan rahmatimni aytaman. Rahmat adasizlarga. Bir o'rinda tursa bir ko'rinish beraylik. Nurmamat, Dilshod, Abdusalom, bizning tarjiman og'inimiz Yoqubjon. Rahmat adasizlarga. Arpat, Arpat degandek. Endi hozirmi? Tuyuqsizlik kelsam chaqsa, nimda jursa, bo'laverdi, ochim bular. Endi mening maqsadim, ma Sayfiddinki bayam qandaq nimalarni qilib berding degan gapiga javob bermoqchi edim, gapim sal chechilib ketib qoldi. Sayfiddin meshada bir 10 odamning xizmatini qildi. Rast gap. Chunki biz mushu bolalar biz bilan kunduzi hamroh bo'lib ishlarimiz qilib kechqurun ketdi. Kechqurun biz uxlashdan burun Sayfiddinning bir daftari bor. At qildigan ishlarni biz 3 varaq atrofida ish yozamiz. Chunki mush ishimiz hal qilmasa bo'lmaydigan ishda. Operator bolalar bilan yo'liqmasa bo'lmaydi-ku. Xolmuratni kamutlib urdigan ishni sen qil. Shamsiya adam bilan parashilgan mushu sizlar bilan aloqalashadigan munosabatni tortib biz bo'lishib qilamiz-ku. Bu jarayonda Sayfiddin og'inam ras ajrsin dedi. Hisobda bir Sayfiddin bo'lgan bilan bir 13 Sayfiddin minkenda qolma buni. Ajinda sunukun ko'payib ketganda ko'payib ketdi bizga. Emin Ahmedi hakkımız naytılıqı avlatlardan, özün kendini yetişip çıqıvatqan, el üçün xizmat qıldığan jigitlerden memnun bo'lgan qiyofatda anglab o'tiryapti. Men har sizlarning gapinglarni anglayman, tomoshabinlarning ishpasiga bir qarayman. Texmi muhimi
İminkamның işbazı qarayman-da, qanday işbazı bildirib atqandı deb. Hazırgacha endi Ro'zaxonning programmasini siz chiqib ko'rdingiz-ku, aka. Tekshirib bekitish jarayonida ba'zi o'zingizning taklif fikrlaringizni bergan bo'lishingiz mumkin. Undan tarjima jarayonida tarjimani pek chiroyli chiqibdi. Shundaq-ku, haqiqatan chiroyli chiqibdi. Ko'rgan odammi shu o'z asli ma'nosi bilan tushunib, kulgidek qilib chiqarib beribdi-da. İmin Ahmad akamninki ishi rost chiqmayam deb o'tdi, taklif qiladigan ishi bek chiq. Endi mush kichik bolalar bir narsa qilmoqchi ekan, bir yangi bir ish qildi ekan deb o'ylagan vaqtingizda bu ishning qalbi qozonadigan, qozonmaydiganligiga hech kim bir nima deyolmaydi. Ashundaq ahvollarda mush bolalarni bir qo'llab qo'yay deb ishni boshlagandiz, hozirgacha davomlashtiryapsiz aka. Sizmi demak mushu natijalarningki egisining birisi deb qarasak tamoman bo'ladi. O'zingizning mush program haqidagi ko'z qarashlaringizni bayam deb o'tdingiz endi. Endi biz siz agar tomoshabin bo'lgan bo'lsangiz, mush programga qanday baho berdingiz aka? Siz boshdan oxir qatnashmagan bo'lsangiz agar. Men o'zimning hayotimda shuncha o'qib, nurg'un joylarda xizmat ishlab, eng oxirida Şinjan Sanat İnstituti degan yerga kelib, sho'jang bo'lib qoldim-da. Bu maktabda kimlar o'qigan, qanday yaramliq bolalar chiqqan deb surishtirman. Surishtirsam bu yerda Xalmurat Ömer, Abdullah Abdurim qatorliq nurg'un bular. Ressamlar bor, usulchilar bor, riyosatchilar bor, aktyorlar bor, andın muzikantlar bor. Mujindaq odamlar bitirib chiqqan degandikin men yaxshi bir maktabga ketdim. Bizdan burunqilar shunchalar bolalarni tarbiyalabdi. Endi menga navbat kelganda chiqamdi, chiqmamdi deb bek ta'sis xizmat ishildim. Men shu Xalmuratlarni o'rnak qilib turib, boshqalarga talab qo'yib baqdim. Haqiqatan bolalar yaxshi o'qidi. Nurg'un yaramliq bolalar chiqdi. Men bugungi kunda endi Sayfiddindek, Xalmuratdek bizning maktabda o'qiganlarning o'tirdi o'ltirib bir ishga qiz gap qilganimdan bak xo'sh bo'lamiz sizlarga rahmat. Bayı bizniki Naqshbandga Ruqiyami men sho'jang o'qigan vaqtimda o'qigan. Ko'p rahmat. Dilarami shu? Ha. Dilara Abdushkurmi shu? Endi men shu nomerni dastlab Sayfiddindan anglagan vaqtimda kelishdim burun mendaq o'yladim. Endi agar millatlarning madaniyati jihatdan so'zlaydigan bo'lsak, bu hozir buni Tokyo Show davatimiz. Buning bir qismi burunqi chaqchaqchilar. Bir qismi burunqi dastonchilar. Bu ishninki tarixi bek uzun. Bu ulishgun yoki tunigun ya bugun paydo bo'lib qolgan hodisa emas. Endi bizning Junxa madaniyatining tarkibi her qaysi milletlerinin medeniyeti bilen şundak güllengen, rangdar bo'lib ketken. Bu rangdarlık 50 yıl yoki 100 yıllık rangdarlık emas. Bek neçe ming yıllık rangdarlıktan terkip tapkan. Çünkü bizninki bulupmu Şinjan'da Muşur ayında yaşayan kişiler her qaysi bostanlıklarının arası 300 kilometreden 500 kilometrece çöl ceziri boğaçka. O çağlardaki turmuş bek mücapalık, müşakkatlik boğaçka. Bula şu capalık minutlarda özünü avundırış, özünün köngülünü eçeş, hayatga ümit bilen qaraş, vay men degендek yani bir nişanını, yani bir qırgaqını tepişqa intiliş bilen özününki royunu kötürüp mangan. Bu royunu kötürüp menişinin birisi 12 muqamlar payda bolgan. Bu royunu kötürüşünün yani birisi Molla Zeydindek, Salih Çaqqandek, İsam Kamdek, müştaq çaqçaqçılar payda bolgan. Onun yanı birisi bitmez tügümez xalq naqşları, muzikalar, taşvaylar, leyligullar payda bolgan. Muşundaq kelgen bu. Bu tegibek çın, yıldızbek çunqur, dairesi keng. Nurgun adam yaxşı gördüğün, hazırgıcı unutulup qalmaydigan ve bunun dikin davamlaşıdığan sanatның bek bir mühim türü. Bununla hem de muşu küllər kelgende Ro'zaxon kirip ketdi. Çünkü ben bunu anlaştım burun bir anlap bakay bununki tegi-tekti qayada bu özü nägiçe bardı dep qarasam bunun tegi-tekti hali çunqur joylardan chiqdi. Bardigan manzilimi nayetde roşan yarqın alda közümge ayan boldu.
Bu cəhətdə mən əlbəttə təbrikləyəm. Endi hər qandaq bir mədəniyyətdə yoki hər qandaq bir yaşayotgan topda xuşallıq boludu, g'am qayg'u boludu, intilish boludu, mehr muhabbət boludu, dostluq boludu. İş qilib turmuşda boldigan, hayotlikda boldigan psixik mijoz bizning qo'y-paylimizning hammasi bizning so'zlarimizda ayon bo'ldi. Lekin buni ayon qilib bera oladiganlar bek oz. Farhod Shirin, Yusuf Ahmad, Tahir Zuhralarni bildigan odam ko'p. O'tirg'i chiqib Ro'zaxundek so'zlab bergan odamlar nayt oz bo'lgan. Nayt oz bo'lgan. Nurg'un chaqchaq yomur paranglar o'zining ichki vujudiga sig'magan qiziq gaplar va odamlar bek ko'p. Lekin uni deb beradigan odamlar nayt oz bo'lgan. Buningda birsi nayt bir deyishga to'g'ri kelsa, bu mavhum tuyuladi. Nayt zo'r bir mas'uliyat bor. Özümninki xuşalligim orqali boshqalarni bir bahlandirib baqsam, özümning o'ylaganlarimni boshqalarga bir so'zlab, boshqalar bilan birga bir yashab baqsaq deydigan bir mas'uliyat bo'ldi. Yana birisi buni o'tirg'i chiqara oladigan bir mahorat bo'lish kerak. Agar hamma odam bilgan narsani so'zlaydigan bo'lsa, bu mahoratni bek oddiy narsa bo'lib qoladi. Lekin hozir qadar shuncha dastallarni, qo'shoqlarni bilib turib deydiganlar yanlı az. Shuncha qiziq o'zining vujudini ko'ydirib turgan obdan paranglarda bor odamlar nayt ko'p, lekin buni deydiganlar bek az. Hatta ba'zi deganlarnikiga biz kulmaymiz, ular tak kuldiranmaydi. Ular boshqalarni kuldirish uchun oldin o'zi kulib boqadi. U kulkisi yolg'on chiqdi, bizning kulkimiz kulal desak taxim saat chiqib qoldi ya. Ama bu maharetke bilim, mesuliyet, bir hayatga bo'lgan ko'yinish, mundaq taraflar bor. Bayı men Xalmurat bilan so'zlashib o'tirdim. 50 odam o'qigan bir sinfdan bir shoir chiqmaydi ba'zi adabiyot o'qigan bo'lsa. Xalmurat bilan necha odam birga o'qigan bo'ladi, ularning qolganlari qayerda? Bunu biz o'ylab baqsaq bo'ladi. Shunday gap. Shuna men bu numarni ko'rishdan burun o'ylagan narsalarım kelib o'tib, endi necha soat ketmedi, birdan kelgandek bo'ldim shu arliqqa. Ko'p narsa o'yladim shu chaqda. Mas'uliyat, bilim, axloq, hayotga bo'lgan ko'yinish, o'zining bir nishonini bo'ylab mengib beqish, o'zining ko'ngildagini atrofidagilar bilan o'rtoqlashish, ularga bir ko'ngillik bir muhit yaratib berish. Bundacha aytganda teng yig'lash, teng kulish, teng chaqchaqlashish, bir-birining dadiga yetish, hamdam bo'lish. Buni o'zimning ishi, men bilmayman-ku, qila olmayman-ku deb qaramaslik degandek narsalarning hammasini qo'ydim. Shu yerda o'ltirganlar, shu naq maydonda o'ltirganlardan tortib, ekran oldida o'ltirganlar yoki men bilan sanda o'ltirganlarning hammasi shunday mas'uliyatchan nishoni bor. O'zining xushalligini hamma odamning xushalligi deb biladigan, boshqalarning hamma g'amini o'zimning g'ami bo'lib ketsa, men bir hal qilib etsam deb o'ylaydigan shunday mashhur katta shaxslar. Chunki men mushu xil o'yin orqali, mushu xil söz oyunu orqali atrofimizdagilarning hammasiga bir xil erkin azadi ko'ngil, erkin azad muhit berayotgan san'atkorlarimizning hammasini qizg'in tabriklayman. Gap qilish deganmi ajoyib bir mahoratda. Hamda aka. Yo'q, sizdan to'kiladi gaplarni men hozircha qarab o'tirib, men Emin Ahmedga o'xshab chiroyli gap qila olsam, texmi dangliq yozsam cho'kdi ekanman deb o'yladim. Mas'uliyat bor. Menda mas'uliyat bor, lekin siz bek chiroyli gap qila olasiz, u tabiiy talant. Janub Shinjongga bir yurgan vaqtimizda chiroyli gap qildim. Yo'q, rahmat. Oxir maqtat qizdim o'zimni bir amallarni qilib. Chaqchaq qo'ydim, lekin Emin Ahmedga o'xshash
qalami o'tkir, chiroyli narsalarni yozadigan, chiroyli so'zlarni qila oladigan, chiroyli niyatlari bor. Shunda ustozlarimiz salomat bo'lsin baxtimizga. Nima degan chiroyli gaplar, nima degan chiroyli baho va tilaklar. Rahmat sizga aka. Rahmat, mush xo'shal kayfiyatimizga bir mukofotliq chek tortish faoliyatimizni yana bir qatim davomlashtiraylik. Qadrli to'rdoshlar, agar yangidan kirgan bo'lsanglar, nima ko'ryapman, nima deb yursan, ey deb ketgan bo'lishinglar mumkin. Hozir ko'ryotganinglar bo'lsa, ko'znak, algü to'rg'i tava barliq taratqular va tak bevosita tarqitish supisida birli vaqtda naq maydondan bevosita tarqitilayotgan milliard kulki sahnasining axborot e'lon qilish faoliyati. Ya'ni bugungi nuqtaliq so'zlar birisi ustoz shogirdlik munosabati, tirishchanlik, yaxshi baho, uningdan boshqa qarindoshlik, mehr muhabbati degandek kulki chaqchaq degandek ishlardan boshqa yana bir beradigan uchurimiz 5-oyning 13-kundan boshlab milliard kulki sahnasi ko'znakdila ko'rsatiladi. Ko'znak aptitali orqali biz bundan keyin milliard kulki sahnasini bemalol birinchi vaqtda ko'ra olamiz. Unda bo'lsa aldı bilan bizning tanlab chiqadiganimiz bo'lsa, ko'znakning oylik a'zolik mukofoti. İnkas rayoniga bir raqamini eng tez suratda yo'llasangiz, balki mukofotga erishadigan kishi siz bo'lishingiz mumkin. Undaqda 3, 2, 1. Habibullah ismli do'stimiz muborak bo'lsin. Mana. 3 ketdimi satoldi ya. Habibullah ismli do'stimiz muborak bo'lsin. Ko'znakning oylik a'zolik mukofotiga erishdingiz. Sizning ayrim uchur qoldirib, xizmat xodimlarga ayrim uchur qoldirib, telefon nomeringizni deb qo'ysangiz, mukofot sizga yetkazilib berildi. Endi yillik ko'znakning yillik a'zolik mukofotini chek tortishni boshlaymiz. İnkas rayoniga bir raqamini eng tez suratda yo'llasangiz bo'ldi. Qani 1, 2, 3. Geldi. 手机用户1117 1117 do'stimiz muborak bo'lsin. Ko'znakning yillik a'zolik mukofotiga erishdingiz. Milliard kulki sahnasini bundan keyin ko'znakdan haqsiz ko'ra olasiz. Birinchi vaqtda texiya. Unda bo'lsa shaxsiy uchur qoldirib, sizning qoldirib, telefon nomeringizni qoldirib qo'ysangiz, xizmat xodimlar siz bilan aloqa qilishadi. Muborak bo'lsin. Endi eng oxirgi chek tortishimiz ko'znak kino qutisiga kim erishadigan inkas rayoniga bir raqamini yo'llab inkas qoldirsangiz, eng tez inkas qoldirgan do'stimiz mush mukofotga erishadi, ya'ni ko'znak kino qutisi. 3, 2, 1. İlyar ismli do'stimiz muborak bo'lsin. Ko'znakning 460 yuanlik kino qutisi mukofotiga erishdingiz. Ta'lingizga ko'z tegmasin. Albatta ko'znak aptitalni shundaqla milliard kulki sahnasini davomli qo'llab berishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Yaxshi taklif fikrlarni milliard sahnasi har vaqt quchiqini kang ichib qabul qiladi. Albatta kamchiliklarni desmi tamamen bo'ladi. O'zgartirishga tirishchilik ko'rsatadi. Shundaqmi? Sizlar o'zingizlar arzu qiladigan mazmunlarni yo'llab bersanglarmi, albatta tamamen bo'ladi. Muborak bo'lsin İlyar ismli do'stimiz. Sizning qoldirib, xizmat xodimlarga o'zingizning telefon nomeringizni ta'minlab bersangiz, siz bilan aloqa qilishib mukofotni yetkazib beradi. Muborak bo'lsin. Xo'sh,
Naq maydondagi qadrli do'stlarimiz, ekran oldidagi to'rdoshlar, hammanglarning hozirgacha bizga hamroh bo'lganinglarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz ko'rayotganinglar. Ko'znak, alkugi tava barliq taratqular shundaqla tak bevosita tarqitish sifsida bir vaqtda naq maydondan tarqitilayotgan milliard kulki sahnasining axborot e'lon qilish faoliyati. Undaqda biz yana naqshanglaydi. Qanday? Bugün naq maydonga yana Ro'zaxonni qo'llab, ayni vaqtda og'ich kulib bergan do'stimiz Urumchi televiziya stansiyasi tarjima markazining g'o'lliq ovoz artisti, undan boshqa hammaylar yaxshi ko'radigan tannaz naqshchimiz Dilara Abdushkur. Marhamat. Oui. Salam, Emin Ahmadi Ustaz, Xalbratka, Şemsiye, qeyrindishim. Salam, naq maydonga yetib kelgan Ro'zaxonni qo'llab, bir-birimizni qo'llab, kuch berib, mishaga kuch bergan, bagil kelgan suyimli qeyrindashlar, ekran oldidagi qeyrindashlar, do'stlar, hammanglarga men Dilara Abdushkurdan o'tliq salom. Buningdan necha ay ilgari biz mushu o'rinda o'ltirib, teliqib kulgan. Bugunmi o'zimning bir ko'ngil so'g'amni, naqshamni ep kelish bilan birga texmi teliqib kulgan bo'ldim deb o'ylagandim. Lekin uningdanmi cho'ng bir hayajonga to'ldim. Nurg'ulg'an bilimlarga erishdim. Texmi ko'p energiyalarga erishdim. Emin Ahmadi qatorliq ustozlarimizning, shundaqla karxonchilarimizning, do'stlarning bir-birini qo'llig'idan intayin suyundim. Men buningdan keyin qilamaganlarimni texmi qilsam bo'g'idek deb o'yladim. Ko'z tegmasin, ish qilib Ro'zaxonning ta'libi ekan. Ko'z tegmasin. Endi bir gapni deyman. Tushgandan keyin tilsang mayli. Dilaraning bir karomati bor qara aka. Men bugun qizmayman uni. Qo'rqib ketdim. Yaqin do'stlar, hammamiz bilamiz Dilaraning ajoyib bir iliqi mahorati bor. Sen ko'rib baxmiding? Biz ham yaqinlar hammamiz bilamiz. Har qanday bir naqshchini, ayol naqshchini ko'zingni yumib tursang shu aytayotdi degdek to'rab berdim. Ondan keyin texmo qo'rqinchli yeri chiroy ifodasi harakatlardan tat. Agar ovozni anglamasang, harakatini ko'rsang palonchili deysan qara. Bugun e'lon qildim. Shuning bilan biz Ro'zaxon bilan mas'uliyatni ishimiz bir razil planlarni tuzab, buni bir kuni aldab milliard sahnasiga chiqmoqchi aka. Vaqti kelganda Dilarani qoyil qilish sepiga sening qo'shilishingni umid qilaman. Rahmat. Shunda qo'rqib ketdim jimo. Hozir emas vaqti kelmadi. Azroq vaksina urib qo'yganlar yaxshi bo'ldi-da. Rahmat. Ish qilib qo'llaymiz. Qanday qilish bo'lsa, qo'limiz ko'ksimizda. Bayniq o'ltirib, Nonisa adamda shunchalik suyunib ketdim. Ro'zmamat qeyrindishimizda shunchalik suyundim o'ltirib. Bundan keyin mana uyda Faxrining parchuklarini ishiltay, kirish suyuqligini ishiltay, qo'ymara, o'ynayman deb ishlatmayman deb o'yladim. Qeyrindashlarning shunday o'ylashini umid qilaman. Xo'sh, vaqtni bir badi, men har qanday bir mashna faoliyatlarda usullik naqshlarimni ep kelatdim. Bugun endi kashf ketdi. Ustozlarga endi bek usul o'ynaydigan yerlar sal uxla qilishga boshladim ekan deb o'yladim. Eng oxirida shu o'zim yaxshi ko'rgan. Sanat nomer tugandi. Ha, bama. Ha. Voy, men qaytay. Undaq bo'lsa, demakchi bo'lganim, bek usullik naqshlarimni kelar qaytdim. Texmi cho'ng Ro'zaxonning yosh faoliyatlariga olib kelaman. Uninggacha chiroyli naqshlarim yengilab chiqdi. Bugun o'zim yaxshi ko'rgan xalq naqshlarini yangicha uslubda o'rilgan shu naqshlarimni hammanglarning dil araminglarga sunsam. Rahmat. Nada turay.
Coşkan at seni bir nima ber seni bir nima ber seni Acep içim ağrıydı yolda yalnızıma Acep yürek ağrıydı yolda yalnızıma Yukarıdan tüven bari bana Men yani küre geldi Yarım ne kürep geldi Çırayığı bir kara bu candan tuyar geldi Almanarım kandayma söygen yarın ben dekma Almanarım kandayma söygen yarın ben dekma Işık bal oynaydı vay Tal çevik naat eti Sabır bal yığlaydı vay Öz yurti Niyat eti vay liven yalan Ah değmen yana değmen Girip bulgan yığlaymen Ah değmen yana değmen Girip bulgan yığlaymen Rahmet. Xalmurat. Vallahi başına taraf durma.
Aka aytsa eli turib. Rahmat aka, rahmat. Bek ovoz bek chiroyli aytdi ha. Qandoq qiz oldimi shu deymajimi men? Nimdab yursan sen degan. Bu Dilara bugun bek aldirash etgandan tortib ishladi bo'lchi. Bek aldirash bir xizmat bilan yerib charchidi, biroq sahnada yeriqni charchig'ini bildirmadi-ku. Demak, bu mu bir qo'llash. Bu Ro'zaxonga bo'lgan qo'llash, Milliyat kulki sahnasiga bo'lgan qo'llash ham Xalmuratgam Imin Ahmadi ustozlarga bo'lgan hurmat deb tushunsak bo'ldi. Undan boshqa endi mushunchalar ko'p do'stimizning mushiyaga kelib qo'llab, asanga madad berganning o'zi sen elni kuldirganding, sana kulgidek yaxshi natija qaytyotdi. El uchun, elning kulgisi uchun tirishganlarga el ana shunday qo'ynini keng ichib turib javob qaytirdi ekan. Bek suyunduq Dilara Abdushukurning jafoliq xizmatlardan keyin yana ulgurib kelib bugungi sahnamizga rang qo'shib berganiga rahmat, suyumlik do'stim, qadrdonim, vafodorim. Nimda yursan sen degan. Suyumlik Dilara Abdushukurga rahmat. Meningcha ekrandagi to'rdoshlarimizmi Xalmuratgamga o'xshash ko'zni yumib, mo'linib ketgan bo'lishi mumkin. Ajab chiroyli ovozi bor naqsh ekan deb suyunib ketgan bo'lishi mumkin. Dilara Abdushukurga bek chiroyli tilaklarni tilagan bo'lishi mumkin. Dilaraga vakolatan oq niyat bilan chiroyli tilaklarni tilagan sizlarga rahmat aytaman, to'rdoshlarim. Rahmat hammalarga. Rahmat. Endi yana suhbatimizni davomlashtiramiz. Ondan keyin Xalmuratgam bilan Ro'zaxonning yana karomati va ko'rsatadigan. Jimi ko'pchilik. Unda endi Ondan biz endi eng ilqi umaq mazmunga kirayli. Mau Milliyat kulki sahnasi ko'rsatilishga boshlagandan keyin jamiyat ijtimoiy ta'sir bek kuchli bo'ldi endi. Buni e'tirof qilmay tura olmaymiz. Shundaq-ku. Men boshdan deb o'tdim, ilqi ma birasan azroq kechikib qolsa, Ro'zaxondan, ma Sayfullinlardan so'ramay, mendan so'raydigan bo'lib ketdi. Xo'pa, nim chiqmaydi, nim deb yursan sen. Nimishqa chiqmaydi, nim kechikib ketdi, ochiqlab, ilqi bir umaq tarsa odamlar bo'ldi-ku. Kichik ishlar ochiqlab ketgan, nimish chiqmaydi vaqtida qisqob qopdi, biroqli berasanglar mamdı deydigan yerler var dahi. Onu bölüp beriş gerek de programlaşta bölüp vermesek olmaydı. Ondan keyin ba'zi narsalarni bek yetarlik berib atgan qaraganda, uning tetimlik berganda, uning qimmatli ta'sir berdi. İntizorlik tuyg'usini kuchaytirib bo'ldi. Shundaymi? Qanday bo'lishidan qat'iy nazar xalq yaxshi ko'rdi. Bir alqishliq sahnaga aylandi hamda. Unda bo'lgandan keyin endi jamiyatga ta'siri bek kuchli bo'lgandan keyin endi har xil gaplarni angladik-da, yaxshi ta'riflashlarni, yaxshi baholarni angladik. Bu ijtimoiy ta'sirni biz anglab turgan yerda Ro'zaxon bilan Sayfiddin Xalmuratgamlar cho'qim anglab turdi. Ro'zaxonga uchirgan ishlar bo'lishi mumkin. Yaxshi baholarni o'z qulqi bilan anglagan bo'lishi mumkin. Balkim yurtga qaytgan vaqtda yurtdagi mo'maylar İşki kulkudan tutup peşansık suyup koygan buluşum mümkün. Balam acep külderdin dep. Yalğız momularımız buluşum mümkün. Öyde qara. Hatta men mu en kıskısı men muş naq meydanda köydüm. Onun için koyulgan diyeni köydüm. Öyde iş qıgıça, gırım qıgıça mı kop koyma. Zerek mi dokma kızıkçılıktan ço. Bazı kızık geldi bir anlap olsan mı? Boldu keyin aşağı kelgen çağda külmeysen o. Seninki de toxtmay küldük de emdi. Şu razı bol diyemdi el. Sana kandak inkasla geldi. Bir anlap bakaylı ço. Endi bu mangama ko'p inkaslar keldi. Buni ichida yodimda qolganda bir shikin deb beray. Bir kuni bir hadimiz tilib boribdi, cho'ngroq ayolga endi 55 yoshlar atrofidamikin. Tilib boribdi, o'zim qiziqchi ayolga, "Ukam sizga bir mashina beray" deganlar dedi. Bu kim o deymay turib, chaqchaqayotim deymay, "Voy, adam nima ish desam?" Ukam bu hadimiz roh kasalga endi davolmaydi. Men mushu bir xo'shallikqa muhtojdim saqam, doktorxonada uzun yil davolandim.
muşu çaqçıqınızını, muşu milyard programmasını görüp keyfiyatım muşu o bir qitim siz bir iki qitim anıldı daqaman saqa meni ma buda qısan çıqıçılı görmə masan ne muşundaq dərəcədə yaxşı görməsən ufqab görürmə inin kendinden bizden supuğu inkas yazılan asasiyetin buda qısqaçan çıxdı degan jidelni men qilmə ufqam buda qitim doktorxanaga berib tekshirensem mening kesimimda bir yaxshilanish bo'lib yetibdi doktorning bir xil menga haqli hayron qilyotdim kayfiyatingizni shunday yaxshi tutibsizki deb shuni musiqamda menga bir kayfa keladi sizga bir moshay beradi bayada rahmat bo'ldi meningma endi yaxshi bo'lib ketsangiz mening kaydan ibransiz deb qo'ydim bu bir inkaz yurgimda qoldi endi bu gap uning sirtida hozir ko'chalarda mansam kichikroq bolalar taniydigan bo'lib qoldi-chi cho'nglar ba'zi yerlarda bir cho'ng apaşlar, mumaylar quchoqlab sevib ketganlar bo'ldi. Voy balam shunda bir yaxshi bo'libdi dedi. Cho'ng ziyoli sifat odamlar bek so'yindiq. Bizniki G'uljining bir madaniyatini, bir chaqchig'ini shakllashtirib bir mukammal holat qilibsizlar deganlarmi bo'ldi. Xolmurat akangni ustoz tutib to'limi payzi chiqibsa deganlar bo'ldi. Javjing bolalarni ichida tutib olganlar qo'yib etganlarimi? Jiq. Endi biz ma o'rimchi kelgandan keyin biz toz yo'liqmayli, xato mengib olamiz-chi. Chiqib chasni berib turib, deb voy menga akasan ekansan qilib qo'ydi. Hech qilib bek yaxshi bo'ldi, o'zimga ma Almuratdan shogird bo'lgan xato mengib desa. Aypatamda uyga ketmasin deb esir. Şuna olan nimde jürsen. O oldu ki ama gap. Ama takamlar hem kaldırın görmedim ha. İnin kendinden bana yan bir tesir kayış. Benim dadamma andi menden neçe milyon ese sene söyler adam. Bu dadam toğurluk bu daki nimemizde azırım toxtulduğum bir tokoş olurum ba. Halmurat akam buldu. Davamlıqlı endi dadam atanamga emra bolamıdım endi muş işni dep köpünçe Allah aytdim. Nim qolsa dedi dada ben sahini qildim sen nim qilsa sahini qilib deb uqmaydi da endi men nim qilganimni. Ketsa ya balalarni qilib tunmaysa dedi şundan bu diqqatim bizning film chiqqandan keyin barmoq diski qachlab opirib edim dadam bilan apamga 4 soat ködi. Kirsem endi kulib Enskin jığla ketdim dadam sen resmi iş qilib aşaqda bir iş qildim deydik bir nima qilibsan sen Xamat akanın ustoz tutsa shundoq so'yindim balam deb peshonamga so'yib ketdi apa dadam mushi jihatlardan hamda ben xush bo'ldim hamda yana bir ansirga yerim bir xil bir texim cho'ngroq bir mas'uliyat beshimga kiyilib qilayotgandek bir tuyg'udichu o'zimning cho'qim Xalmurat akamni davomli eskartib turdi yurish turishingga diqqat qil gap so'zingga diqqat qil salomatligingga diqqat qilsa ham deydi ham endi mushi ishni biz boshlagandan keyin shuni oxirini qandaq yusin deb maqsad xalqimizga qandaroq buningdami o'sha xo'shallik yetkazsak deb o'sha ishning zimisi mavzu ustimda texmi ig'irlash desak bitindan mening endi hech qolganlarim mushu hamda nimda yursa shunda Endi o milyard külki sahnesini ko'rgandan keyin bay deganga o'xshash birinchidan boshqalarning hayron qolgani ma yangi shakl. Ikkinchidan al mazmun. To'xtamay kulqiliqi mundaq to'xtamay kulish bek tasqo bunda kuldiraalash endi birinchi kulkan bilan ikkinchi kulkanning oraliqi bek qisqa. Uzun vaqtdan keyin emasda endi to'xtamay kulmiz endi. Majiyatlardan yuqori baholar berildi. Undan boshqa yana bir ta'kidlaydigan tarafi Ro'zaxonning Xalmurat akamning shogirdi bo'lganligi. Andan bay deganga o'xshash to'xtalmasak bo'lmaydigan yana bir tarafi ko'rurmanlar bek kuch berdi. Demak, bu qiziqchiliknimi suvni sap sıngar yerga degandek qiziqchiliknimi shuning qiziq ekanligini his qilib kulalaydigan odamga deb bersang, boshqacha kulmay o'tirib turadigan odamlarga deb bersang, yana boshqacha bo'ladi. Shundaq-ku. Shunga naq maydondagi kishilarningki tomoshabinlarning dahshat kulgini ham boshqalarning shunchalik olqishga erishganning hammasi insonning kulkiga qanchalik tashna ekanligi, kulkini qanchalik yaxshi ko'rganligini bildirdi. Shundaq-ku. Kulki uchun tirishdinglar endi. Undan keyin
biz masalan shu vaqtda 4 ta ayol kishi bor, qolganlarimiz er kishi. Biz dastlab kirgan vaqtda bizni bilmaymiz-ku bunda kulib ketadiganimizni. Obrazimizga diqqat qilaylik deb tuz o'tirib, kulib oxiri kelgan obraz degan narsa yo'q. Tamlar yulni qolgan yerlarim baka mening kulibchi. Nonis odamni urib ketgan yerlarim bor meni. Ashta kulib ketdi qamdi. Demak, kulga yana boshqa gap. O'zingni unutgan holda kulish u boshqa gapga. Biz rasmiy o'zimizni unutgan holda kuldik. Ilqi sat bo'lib ketamanmi degan gap bu bek xatarli ish deyma. Shuni unutib ketib kuladigankin rost kulib to'xtab qoldi. Sizlar ketganki men ikki odam qiqabda o'zini unutib kelmiş. Men kim debma? Men kim? Qayta menga da bara chiqaydi. Shuna biz bek yaxshi ko'rdik. Endi Xalmurat akam pay o'zining his tuyg'ularini deb o'tdi. Endi oxirida so'raydigan savolim aka. Ustoz shogirdlik munosabatinglarda Roza xondan endi buningdan keyin nimalarni kutasiz? Qanday talablarni qo'yasiz? Qo'yasiz deb ketay. Endi bu soha erangsizlik qildigan soha emas. Bu endi butun xalqning diqqatini o'ziga qaratdimi? Endi buning bo'yqida buning besimim eg'ildi degani to'g'ri. Yurish turish, salobet, gap so'z, dam olish. Ana keyin mush xizmatni davomlashtirish uchun kuch sarf qilish, zehn sarf qilish, bu shuning hammasiga zehn, vaqt ketadigan gap. Salomatlik ketadigan gap. Shunlashqa kunlarni, vaqtlarni taqsimlash. Bu vaqtni qalaymiqan taqsimlab qo'ysak, dam olmasak, yana biz nishonga yetolmaymiz. Kayfiyat yaxshi bo'lish uchun yaxshi dam olish kerak. İş için baldurak dam olish kerak. U yerda yurishgan bo'lmaydi. Diki sakinlarda hamda umid qilganim salobet, gap so'z, obraz diqqat qilish kerak. Har qanday hayot ko'chada ketib qolgan vaqtida hatto bir yerimiz qichishib ketsa-mu, atrofga qarab qashlash kerak. To'g'ri. U odam bo'lganki bir yerlar qichishidi-chu, shuni uni xohlagancha qashlashga ruxsat qilinmaydi. Men bilib oldim. Chunki nimda yurtasan? Chunki ko'chada san qarayotgan ko'z bekchiq. Ketib berib yanch qarayotganlar va oqsa o'rilib qarayotganlar va har qanday vaqtda buning qichishib ketsa-mu, zodi boshqa bir ish harakatlarga yo'mizlab mada qilsang bo'ldi-kin, hargiz mada qilishga bo'lmaydi. Demek jo'g'idim intayin diqqatli yashash kerakda. Xalq kiygizgandan bu hurmatli kiyimni, bu tonni yarashtirib kiyish biz faqat bizni mas'ul bo'lgan ish. Rahmat aka, jab chiroyli yaxshi gapni qilib berding. Haqiqatan albagan shu inovatni al yana xolis tatib olaydi. El hürmet bergenişken biz elge həslab hürmet qaytırışımız gerek. Şu obrazına diqqat qıl degan gap, seni qandaqdır alaydı bulub al degan emas Xalmurat akamның. Faqat el her qandaq bir adam bəyədə qarşı tərəfə hürmet qılğan ahvalını saqlışın gerek deməkçidə. Bu həmmimiz öyrənişkə tegishlik, həmmimiz diqqat qilishqə tegishlik bir tərəf. Əmdiliqi bay deganga oxşaş biz bazır bugünlə bir moda qıldıq-qı. Nimdə yürsən degan gapni. Şunga o'xshash Do'zaxonninki milliard kulki saknasi qo'yilgandan keyin bekchiq gaplar modaga aylanib ketdi. Masalan, o't chiqarib yetsa degan gaplar, paylan degan gap, ondan keyin oblimit aysa. Eng muhimligi shamsiyam bo'ldi degan yerlarga payzi. Andan texim ichinish xiyari mening Subaru mashinamni bek dang chiqarib ketdi. Ikkinchi qo'l mashina qilib setib qolsam, qimmat olam kerak. Mashinamni dang chiqib ketdi, mashinamning jumi. And bundan keyin onda siz planlarınızdan anlayalım ha. Seybitin işkinler bizge planlarınızdan dep beringlar. Bundan keyinki tirişiş yönlüşünler, planlarınızlar ne anlasak, ondan keyin Emin Ahmed yakan bir xulosa qilib ko'pchilik savol so'raylik. Ustozim charchitib qo'ymayli. Endi bizning bundan keyinki planlarimiz bo'lsa, birinchidan shu sahnamizni texnik rivojlantirib, bundan cho'ngroq sahna qilsak, tomoshabinlarimiz ko'paysa, taratqularimiz ko'paysa degan bu birinchi planimiz. Ikkinchi planimiz
hozir men shu qattiq tirishib davlat tili o'rganyapman. Shuni har millat xalqi mening ig'izimdan anglab tushuna oladigan holatda bo'lsa demoqchi. Yaxshi. Ha. Endi uchinchi bir planim masalan Xalmurat akam endi bizni shogird qilib tarbiyalab yetishtiryapti. Bizmi shu ishimizni bir 5-10 yil davomlashtirgandan keyin o'zimizga o'xshash shunday iqtidor va bolalarni tarbiyalab, shularni o'zimizning o'rniga qo'yib qo'ysak, shularning sahnasida tomosha bo'lib o'tirib, shularning bir hozirni ko'rsak degan shu 3 plan bor endi. Ustozim bo'lar. Men ham shu abiyatdan ayajanda mush so'zni men o'zim ko'nglimda bugun deydigan temalardan bir ish kuchi vardi. Shu temaga shu gap bilan aylanib kelyapti-da. Angacha Ro'zaxonning eg'izidan chiqdi. Men de Ro'zaxonning gapini oxiri unutib qo'yay. Mening o'tgandimi bir yerda bir eng o'kindigan ishingiz qaysi Xalmurat aka deb bir savol so'rgandi. Eng o'kindigan ishim davlat o'rtoqlarini yaxshi o'rganmaganligim deb javob berdim. Mushul javobni berdim. Nima uchun deb so'raydi, bu nima uchun deganga javobni qisqaroq berdim, bek uzun gap qilishga to'g'ri keldi ekan. Men cho'ng'gan joy bizning Jag'iston yezida bir necha Xanzu qarindoshlarimiz bor, qo'shnilarimiz bor. Bular Uyg'urcha so'zlaydigan Xanzu qarindosh. Bolalar Xanzu chiqmaydi. Mo'sh bizlar o'ynab cho'ng'gan bolalar. Hadi paranglashib o'rganadigan dastlab sharoiti yo'q-da, davlat tili. Ular Uyg'urcha maktabda o'qiydi, biz bilan birga o'ynab cho'ng'gan hamda. Anda hayot cho'ng'ildik, hamda to'liq o'tirib maktabni Uyg'ur tilida o'qidik, bitirdik. San'at institutining teatr fakultetida Uyg'urcha intonatsiya o'rgandik. Opera teatr o'rgandim. To'liq Uyg'ur tili intonatsiyasi etudlarni o'ynab keldik. Hamda yaqinqi yillar kelganda rasmen o'zimning davlat tilida o'rganish sharoitim botga o'rganma degan bo'lsam-chi, lekin men yuzaki qarabdimanda. Birinchi pushmanim shu bo'ldi endi. Shunglashgan inimg'imi men bu talablarimning ichida davlat tilida imkoniyat bo'lsa, ishkir sahnalariga endi Ro'zaxonningki yana monondan 20-30 yil, yani 20-30 yil o'ynashi mumkin buni. Shu jarayonda buning talabni qattiq qo'yib, o'zimning odig'imni mushundan chiqarmasam bo'lmaydi ekan. Rahmat. Sayfiddinning qanday planlari borki, o'xshash planlarni laqchansizlar. O'zing rejissor bo'lishdan bilan boshqa o'ylaring bo'lishi mumkin. Endi biz dastlabida tunji qetib endi bir yangilikni ochiqimiz deb o'yladik-ku biz bu yerga. Ochiqqan chaqda har bir sharoitni ustozlarning tajribasini ko'proq anglash ham shularni qabul qilish bilan qildik. Endi bundan keyin bizning yana o'ylaydiganimiz shu yoki sahna bo'lsin, yoki suratga ilinish jihati bo'lsin, mayli tema tanlash jihatdagi turmushga yaqin temalar bo'lsin, mushtaq nihoyat diqqat qilib, mush narsani nihoyat ko'rkamlashtirib, cho'ngaytib, haqqa ozodi tuyg'u beradigan bir shaklda bir qarmoq qilib, milliard sahnasiga degan bir noch bir programmani bir berishga kuchimizni yetishtirishimiz. Rahmat. Deymizmi, milliard kulki sahnasida biz kulibli qolmasdan nurg'unlagan aktiv energiyalik mazmunlardan ajoyib güzel bir holatda huzurlandik. Masalan, har qaysi kasblarga hurmat bildirish, to'kibkorlarga hurmat bildirish to'g'risida gap bo'lganda Ro'zaxon bek chiroyli xulosaladi. Sahnadagi cho'lponlarlar emas, har qaysi sohadagi cho'lponlarimiz bor. Masalan, Jungnanshan apandim deb. Shu chaqda ko'zimizga yosh kelib ketdi bizning tövanda o'tganlar, aka. Shunda hayajonlandik. Andan keyin har bir shu so'zlayotgan qiziq gaplarning orasida bir esil mazmunni, bir aktiv energiyalik mazmunni yoki bir qarindoshlik, yoki bir do'stonlik, qo'llash, o'zaro yordam qilish degandek, shunday mazmunlar yug'urilib mengib qasddan bo'lmagan ahvol ostida xulos qilinib mangdi. Aktiv energiya xulos qilinib mangdi. Demak, nishonda o'tirib chiqib so'zlab kuldirish emas. Shu kulkining orasida ajoyib yaxshi mazmunlar bor. Tarbiyaviy ahamiyatim bor. Bu tarbiya nuqtasidan
so'zlangan emas, kuldirib turib bizga tarbiya bergan nurg'un taraflar bor. Biz shuni bek alqishlab ketdik deb o'ylayman. Endi Emin Ahmadi akamninki oxirgi programmadan kutadigan umidlarini anglab baqsaq, undan keyin tomoshabin do'stlarning savollarini anglaymiz. Bugun men shundaq bir yaxshi bir so'rinda milliard kulki sanisi so'rinda paydo bo'lganligimdan o'zim baxo'sh. O'zimga kulki yamash qildi. Hammadan shu birinchi qatimliq ko'rinishni necha qatimga bo'lib kulib o'tirgan bo'lsa, men shu kun o'zim yolg'iz mushada o'tirib 4 soat kulib, men başladık parçalab külmedim, bütün külüp çıktım. Nimde жүрсәсән, sizin ağzınızdan çıksa, bugün boluşumda hemimiz ağzından çıkan buldum onu. Ben şu gün bütün küldüm, parçalab külmedim başladı. Lekin daha sırttan qarab mangan hizmetçiler, ayımnakam erişip kaldı, benim özü külüplü oturdu bugün de bağan buluş mümkün. İş qilib men ögü berip sözlep berdim, pek söyüngen. Bu numarının saniga chiqishi pek bir obdan iş oldu. Endi bayağı Seyfettin özümü aytdi, bir meselenin özüne ait obdan aytdi. Biz şu Toko şunun, şu numarının tema dairesini kengaytishimiz, texmi keng sahalarga chetilishimiz kerak. Bu endi bunun ifadələş mərtiga özünün aş əhvallarını qançılıq igəlləb əzmi qılışığa nemini deməkçi bolğan məqsədiga bağlıq əmdi. Çünki şiir yazğan adam məmin əsli yazdı deməsmi mənə oxşar. Təbiət dünyasını yazdı, ictimai hadisələrini yazdı, qızlarını yazdı, dostluqunu yazdı, müəbbətini yazdı degen. Roma yazğanlarım şundaq. Bu sənət. Bunun üstüne bu universal senet. Bu yalğız bu Tokyo bu senetimiz anlatlı koyduğun anlaş senet demez. Bu anlaş seneti olan bolsa müzik okulatdı. Yalğız körüşlem senet demez. Körüş seneti olsa usul senet okulatdı. Bu bizim drama sahasına taalluk neyse bu universal senet. Gördüğün, anlaydığı en mühim yeri körüp boğan diken, anlap boğan diken, ögü kaytıp 8-10 gün ötkendikin qayta oylap, eslep, isa qilib, ya jığlaydigan, ya külüdigan manda bir senet. Kişilerge, tamaşabillerge bir xil tefekkür qilish boşluqqa qaldırdigan senet. Biz meyad hemmin nəsin dep boğanda qıyğan bilen, bu universal senette körüp boğan dikin, neçi ayla ötüp ketkendikin kişiler qayta oylanıp, vay ötkendi munda bir iş boğan dedi. Biz bazı nakşlarını anlap zaldan çıkıp boğuş unutup gitimiz. Şahsen men aşındak. Bazı usullarını men perde yapılıp boğuşu men unutulup bir nas kömülendek oturmam. Belki menenki televim sel yuqurrak. Nurgun ahvallarda aynda boludu. Endi u yıldan bu yılga mağıdıgan, u devirden bu devirge mağıdıgan, hatta en ahırda klasik eserge aylanıp gitadigan. Kişilerin yadından fakat çıkmaydigan mandak eserler, mandak numaralar buldu. Biz mesela Avrupa'dan Shakespeare'nin dramalarını alsak, bugün oynasa tek bugün kögendek. Onu 1600 yıldan tartip hazırgıça 500 yıl oynamagan dek, hazır oynavatkan dek his kılımız. Neymişke? Onun 500 yıl burun yazıp koygan numaralarının içinde hazırkı zaman adamları oylanması bulmaydıgan bazı bir fikirler var. Rozaxun'un oynap çıkırgan bunun dinki numaralarda sözlerde bugün oynap boğan dikin 3 ay, 6 ay, yak 1 yıl ötken dikin ki şu turmuşki maskep kılıdığan, o da şu turmuşunu yazıvatkan dek mandak bir ilmintla buludu, ayda buluş gerek. Bu eserinin ceni. Çünkü biz nurgun şiirlerini okuyumuz, unutulup gidiyordu. Nurgun usullarını görümüz, unutulup gidiyordu. Nurgun müzikler unutulup gidiyordu. Neymiş ki bir kısımları unutulmaydı. Neymiş kişiler hazırlık çileyli gülüne eğitip taşmayın çalıdı. Diyen okşar. Biz hazırlıkça bana uzak zaman bulduk o. Çoğun Eysa'nın ki küçük Eysa'nın işlerini kömügenge.
Lekin odamlarning hammasi bir cho'ng Aysa berdi, bir kichik Aysa berdi deb o'ylaydi-ku. O'ylaydi-ku shuni. Bayım dedinglar ku, chaqmaydigan bir narsa qasun dedinglar, müşahid bir narsa dedinglar. Muşundaki universal sanat numeri muşunda. Men Ro'zaxonning bundan keyin muvaffaqiyat qozonishini, Sayfiddinning ishlarining texnik utuqliq bo'lishini tilayman. Rahmat. Eymin Ahmediy aka. Rahmat. Acayip ko'ngillik suhbatlashish oldik. Endi tövende o'tgan do'stlarimizninki savollari bo'lsa, anglasak javob bersak bo'ladi. Agar to'g'rida Mehmetjon savol so'ragan do'stlar bo'lib qolsa, yetkazib bersanglar bo'ldi. Qani, diqqatimizni tövenge qildirmiz. Bek yaxshi söhbət deb beribdik. Sual sorğudak yer qalmağıdak deb beribdik də. Suallarınların hamısı biz cavab berib etdikmi? Əsas sual bilan kelganmidinglar? Muvaffaqiyatli bo'libdi oka söhbətimiz cümü. Sorğudak yer qalmıdı neyim deb жүрsən sen. Sual sorğudak yer qalmıdı. Mehmetcan to'rdimiz. Mehmetcan Ha, buldu. Biz yana çünkü kızmalar. Beden temperaturumuz normal, lekin kayfiyat temperaturumuz 100'dan iş boğulu. Niye? Salam dedim ama gepte. Çok ayıp kızı oldu da. Ondan sonra agar to'rdagi do'stlarimiz savol so'ragan bo'lsa, sizlarning savollaringizga biz javob beramagan bo'lsak, suhbatimiz jarayonida savollaringizga javob chiqmagan bo'lsa, uzr so'raymiz. Biz bundaq faoliyatlarni davomli uyushtirib turibmiz. Shunlashqa to'rdoshlarning har xil savollariga har qachon javob berishga biz tayyor. Shundaq muhim savollarni, o'xshash bo'lmagan savollarni har vaqt chiqib qo'yib, keyingi qaytim qilmoqchiq suhbatlarimizda ko'pchilikka yana javob beramiz. Sizlarning savollaringlarni amalba javobsiz qo'ymaslikka tirishimiz. To'rdoshlarimiz qo'llab berganinglarga yana bir qaytim rahmat aytamiz. Naq maydondagi do'stlarimizning savol so'rg'idek yer qolmadi deb bizning suhbatimizni muayyanlashtirganiga rahmat aytamiz. Biz endi bayam deganda Xalmurod akamni elidagi shu chaqchaqchilarningki oldingi 5ning arasıga kirgan deb dedik. Andan keyin aktyorlikdan Xalmurod akamga gap ketmaydi. Olimjon bo'lumsizmi qirliq stakanlarda Xalmurod akamga endi hayronligimizni, qoyilligimizni qanday ifodalashni bilmay ketimizda. Undan boshqa endi Xalmurod akam bir ajoyib mahir sazanda. Kuychida endi o'z naqshini ilqiliq xalq naqshlarini bo'lsin, ijodiy naqshlarni bo'lsin, shundoq yaxshi aytadi. Muzikant yaxshi chaladi, har xil sazlarni chaladi. Undan boshqa men tarbiyalab yetishtirgan shogirdim u. Sazga ancha-muncha fayzi bor, naqsh aytib qo'yadi. Shunlashqa endi oxirida shu ustoz shogirdlarning bir mahoratini ko'rib boqaylikmi ko'pchilik? Yo'qlading-ku. Sen aytgan degan. Endi manda hada bu maxfiy ishdi. Men Xalmurod akamga demigan. Mana ras o'zi qo'ydi. Aka aldab ekop. Xalmurod akamga oxirida bir dutatan bir muzika qilamiz, ya bir naqsh etimiz deganni. Nima bo'ldi? Chiroyli deyshinglar. Savol botdiki. Savol botdimki. So'rar savoling bo'lsa. Bu kim o? Hazır kep qo'yatgan. Xudim endi. Bir bala. Bir gipi bordek talamayotgandek lames qildim-ku. Endi ada. Bayam endi Shams adamga degan bu planimni, lekin Xalmurod akamga demagan. Ham Xalmurod akam bizniki haqiqatan yaxshi muzikat akamiz. Boshqa talantlarini deb bo'ldi-ku endi. Lekin men Xalmurod akamga demagandim, mashhadi ko'pchilikning bir chavaga bilan Xalmurod akamni ya ixtiyoriy ya majbur. Dutta tembernim tayaqib qo'ygan aka. Endi qolgan nashqimizni keyin qilib olamiz. Bugun barimiz o'yicha ko'pchilikka bir numar o'rinda bersak. Ekran oldidagi to'rdoshlarimizni chavak chavatida cho'qim ko'zim ko'rinib turdi. Endi Ro'zaxon dutta o'rganyotdi. Dutta
Yo'q, mishada o'tirib anglayvering. Ha, mayli. Ha. Aşı o'rin beringlar. Nimde yürüsen? Mishada o'tirmayman endi. Çalıp kaldım mı? Allah, neler taptım ey? Ha? Tutardan millet de yapma. Bu meşeçe aylandırıp tutan bulduk mu bu? Sen nasıl bir Ustoz akıllı adam kaçtı ya. Vallahi qaray. Qağa tayyorlikni keyin qilib olamiz aka. Ya çoğum sevaptı men ekan birindaydim. Qara. Sey. Ha. Odatda yanchiqlarni bulduq aka, mayli bir yerda o'yin qo'ydigan so'z chaldigan tekliqi. İdeallik bo'lsin, bo'lmasa yanchiqda bari bor. Tünüğün sorsam soz pas çamaymaz davada tanlagın. Teşekkürler. Ne sesi? Ben bana yakın gelişim gerek ki bana. O tanışıp mı koyupsa? Çöplü versem onda emret. Ha, şükür versem. Emret tak be. Şükret tanıştı ağa. Kene Şükret'ten mi geldi mi? Şükret'ten mi? Ha. Müzika tağıyımız. Neşeye çıkıp oturup çöplü versem onda. Bizim avar kırıç yani. Şıkkınlar peylen kan ki şıkkınlar çalsanlar olattı. Sen peylen yaman bu gittin kaldı. Onu mu yani oralaştırış kılavuz hem de. Hem ustaz kelgendiki andarak paydılını alay deymen. Hoş. Rak bırındastanı çalandı. İşte ama. Yeni çaldığınızda mı dayak baktım? Palancılı çalalım. Makul. Kim ustaz olsun dedi senin elimde yürse sen. Bu oturanlar mı aldık hamsa? Bana da kıç gittik ki. Oldu işte. Nemin dedim? Rak bırındastan margın çalaylar. Oh, gördün mü? Yerden şuraydı. Acaba adamның zo'q kegidekli ustoz shogirdlar bu ha. Birga Mayir Ko'pqadir. Rahmat sizlarga. Rahmat degan gapni bek chiqdigim keldi mening. Gerçi bugun sen mush faoliyatga sohibxon bo'lsang-mu, yana sen rahmat degimiz bor hammamizning. Xalmurat akamga rahmat degimiz bor, Sayfiddinga rahmat degimiz bor, Emin Ahmadiy akamga rahmat degimiz bor. Tövəndə o'tlagan hammalarga rahmat degimiz bor. Eng muhimi ekran oldidagi qadrli to'rdoshlarimiz, bizning qo'llig'ichi tomoshabin do'stlarimiz, sizlarga mangu rahmat degimiz bor. Bugun ko'ngillik suhbatdan birlikda faxrlandik. Bizga oxirgacha hamroh bo'lgan do'stlarga chin ko'nglimizni rahmat aytamiz. Bizningki Milyard Külki sahnəsinin 2-ci bölümü
texmi külkilik, texmi jalb qilarliq. Meningcha sizlar texmi yaxshi ko'rsizlar, xuddi biz yaxshi ko'rganga o'xshash. Shunga 5 ayning 13-kuni atgandan boshlab milliard kulki sahnasi ko'znakda ko'rsatilishga boshlaydi. Muborak bo'lsin. Ko'znak bilan bo'lgan hamkorliklar texmi yaxshi bo'lg'ay. Mushu bizda bir gap bor-ku, muhim gapni 3 qitim deymiz deydigan. Men hozir mushu 5-ayning 13-kundan boshlab milliard kulki sahnasi ko'znakda qo'yildi degan gapni men 3-inglar bir qitimdan desanglar, muhim gapni 3 qitim deymiz degan yerga bordi. Mushu ayning 13-kuni 5-ayning yani. Milliard kulki sahnasi ko'znak Abditalda 13-isi atdigandan boshlab qo'yildi. Mikrofon aldım mı kesili uduquma qaraman. Aldım kesili uduqum. Sen hazır hiç kim görmeydi qalıqıldım. Boldular, gepini oxumadan qo'marlar. Nimda yursan sen debdamisan? 5-ayning o bek payizga qo'ygan batida mening. 5-ayning 13-kuni milliard kulki sahnasi ko'znak Abditalida tarqildi. Ro'zaxon. Hurmatli aziz tomoshabinlarimiz, bizni qo'llab berayotgan qarindoshlarimiz, bizniki milliard kulki sahnasi programmamiz 5-ayning 13-kuni ko'znak Abditalda sizlar bilan yuz ko'rishadi. Rahmat sizlarga. Xamar takam. Men mush ikkisini deginiga qo'shilaman. Ay, rahmat. Ko'ngillik bir kechini sizlar bilan birlikda o'tkazganimizdan bakmi xursandmiz. Naq maydondagi bugungi qimmatli vaqtini mushu bugungi suhbatimizga ajratgan do'stlar, tuqqanlar sizlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Sizlarga ham shu. Shuning bilan bir vaqtda texmi ko'p rahmatimizni ekran oldida hozirgacha bizga hamroh bo'lgan qadrli to'rdoshlarimizga aytamiz. Izchil sizlarning qo'llab kelishinglar bilan Ro'zaxon va Ro'zaxonga o'xshash sahnada sizlar uchun xizmat qilayotgan san'atkorlar davomli olg'a qarab tirishyapti, ilhom madadlarga erishyapti. Albatta, bu minnatdorlikni kuchga aylantirib, yaxshi asarlar bilan xalqqa javob qaytarish uchun iroda tiklayotdi. Bizning bugungi xilqi gapdan boshdan deyman-di. Qadrli to'rdoshlar, bizning ko'znak alkuyi to'rig'i tava barliq taratqular va tak bevosita tarqitish subsida birli vaqtda tang tarqitilgan milliard kulki sahnasining 5-ayning 13-kundan boshlab ko'znakda qo'yilganligiga munosabatlik axborot e'lon qilish faoliyatimiz mush yerda g'albilik oyoqlashdi. Rahmat.